Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlarım. Jasorat munbirga xush keldinglar. Hammanglarniki yangi yilinglar muborak bo'lsin. Bundaq hammamizning yashi bir yosh cho'maydi. Endi işte bir qayda vakiya bizda burundan ko'nib qolgan. Yangi yilda hammamizniki tanlarimizning salomat, ishlarimizning qutuqliq bo'lishini tilaymiz. Shundaq biz nihoyatda mushkul bir davrda yashayapmiz. Ama insan ümit bilan yashash kerak. Ümitli bo'lsa, inshaalloh Allohmi bizga biz kutgan shu yorug'likni ato qilsin. Bugungi temamiz 2020 yilga bir nazar. 2020 yili bilsizlar nihoyatda murakkab bir yil bo'ldi, ham unutilmas bir yil bo'ldi. Virus sabablik. Bugun ekranımızga bir qancha qarindoshimizni taklif qildik. Ular Amerikadan Zumrat Davud xonim, Gollandiyadan Ömer Bekali akimiz, anadan Germaniyadan Abdurrahimjon efendimler var ekranımızda. Assalomu alaykum qarindoshlarım. Jasorat munbirga xush keldinglar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bugün bayağı beşide kısaca dep ötkünümdek şu bugün yeni yılın birinci günü 2020 yeni ötüp ketdi. Bu ötüp ketken bir yılga kısaca bir nazar salamiz. Hammamiz ekrandaki hammamiz bu iki jangchimizdan başka Ömer efendim Zumrat Davud bola hazır bütün şu dünyaya bizniki milletning davosini izchil anlatib kelayotgan jangchilarimiz. Abdurrahimjon ishkimiz bo'lsa, uzundan buyon milliy davo ishlarimizga ko'ngil bo'lib kelayotgan güzel kuchlar. Bugun endi bizning bir o'rtoqligimiz bor. U bo'lsa-mu qalbimizda, xiyolimizda har zaman millat bor, vatan bor. Shu o'rtoqligimizni asos qilib turib bugun yılgı nazar selish, yani ötüp ketken bir yılgı nazar selish degan temani asos qilib turib, o'zimizning milliy davo ishlarimizga bir nazar solamiz, kelgusimizga bir nazar solamiz. Bu bir cho'ng tema qarindoshlarim, hamda hammamizning ro'yxatini buzayotgan, hammamizni cho'nqur o'yga solayotgan bir cho'ng tema, ammo avval yengilroq bir temadan boshlagan bor, chunki men sizlarni bugun ekranga taklif qilishdan burun hiç qasınlarga mesela bir suallarını yazıp evetmedim. Yani mındaq suallar sorayman degan bir suallarını evetmedim. Özüm hem hiç qandaq tayyorligim yo'q. Faqatla mesela normalda qarindoshlarimiz bir çay içip oturup o'tgan bir yildan xulosalagach paranglashimiz go. Ashunday bir şekilde oturup bir mungdasak demoqchisizlar bilan. Oldi bilan endi bu 2020 degandila birinchi ko'z oldimizga keldig'ini shu Xitoy virusi endi. Bu Xitoy balası bizning vatandagilarni besibla qolmay dunyoni bosdi 2020'de. Yani biz şu kadar yig'lab qalsak Xitoyning ne kadar rezilligini anlatamagandik dunyoga. İnsan bu kadar razil bo'lamdi deb to'g'ri ishonmagandi, ammo Xitoyniki o'z ichida taqagan virusni dunyoga maqsadlik taqatganligini dunyo ko'rgandan keyin Xitoyning haqiqatan rezil bir maxluqlar ekanligini dünya tunup yetti. Hazır bana xalqarada şu g'arb elleri bilan Xitoy arasında bir düşmanlashish ideyasi shakllanadi. Hem 2020'de bana birinchi 2020'de aldı bilan kallamga kelgani shu. Hem sizlarniki birinchi kallamga kelgani nima bağlab boqsam 2020'de birinchi kallamga nima ish keldi? Albatta Xitoy virus keldi. Boshqa kallamga o'xshashmi yoki? To'g'ri. Bugun endi ma'lumotli suhbatda men isminglarni atamay bay degandek erkin suhbat bo'lg'achqa, qaysimizning gap qilg'isi kelsa shu erkin desak bo'laverdi. Anadan asosan bu jihat ko'z qarashimiz o'xshashga, bu Xitoyning virusi inshaalloh Xitoyning beshini yegizgisi, ya'ni bay degandek butun dunyo Xitoy virusi orqali Xitoyning haqiqatan rezil maxluq ekanligini tunib yetib oldi. Bo'libmi Amerika masalan prezident Trump uch Qashqarolda bu virusni nurg'un odamlar
korona deb bir chiroyli qismati bilan bu prezident Trump uni Xitoy virusi deb atab kelyapti-da hozirgacha. Bu ana nihoyat ochiq bir ma'no berdi. Endi bu virus masalan bizningki shu Sharq Turkistonliklarning beshig'imi keldi masalan az bo'lmagan qarindoshlarimizning bu kasallikni yuqtirib olib ko'p qismining qutulganligini ko'rdik masalan, ammo bizdan ayrilganlarmi bo'ldi-da masalan. Mush kasali bilan ketib qolganlarmi bo'ldi. Endi Xudo saqlasin-da, hozir shu Yevropada, Amerikada shiddat bilan eshiyotidu bu masalan Germaniya, Gollandiya, Amerikada shu. Hatto bir kunda o'lgan soni 8 mingdan oshdi degan gaplarni angladik-da. Bu vahimada o'tib ketgani yo'q. Shunlashqa bu vabodan o'zimizni saqlash birinchi muhim masala. Shunga sizlardan oddiy bir savol so'ray oldi bilan. Bu Xitoyning virusiga qarshi vaksina nihoyatda tez bir suratda yasab chiqildi-da. Hozir masalan Germaniyada, Amerikada urilyapti bu vaksina. Gollandiyada boshlandimi bilmayman. Agar bu vaksina navbati sizlarga kelib qolsa, baydidiqo salom vatanning davosi uchun sog'lom turishimiz kerak. Tanda salomat jon bo'lmasa bir ish qilolmaydi. Agar bu vaksina sizlarning davlatga, sizlarning navbatingizga kelib qolsa, bu vaksinani uramsizlar? Agar Xitoyning olib qolsa urmaymiz. O'zimiz turayotgan davlat, masalan, men Amerikada ishlab chiqarilgan vaksina bo'lgan bo'lsa, men urg'izmayman. Lekin Xitoyning vaksinasini albatta urg'izmaymiz. Ularning butun hiyla-mikri har qanday ishni biz zodi tunib yetiglik. Shunga men endi rost desam men urg'izmayman. Men onun urg'izmayman. kechiring. Men onun o'zim taqobil tura oldim, chunki meniki immuniyat kuchim men o'zimni o'sha 2017da yil oxiri lagerdan chiqqandan tortib ta hozirga qadar butunlay eng yaxshi ozuqliqlarni, eng go'zal, yaxshi psixolog o'zimga shu kayfiyatlarni tanishib, ham sport bilan shug'ullanib, xudo qatim menga yo'qibdi. Ya'ni Xitoyning maskasini ishlatgan sababidan yo'qibdi menga. Men onun shuncha diqqat qildim, shu qo'lni dezinfeksiya qilish, alatga maska taqash, u maskadan o'tib ketgan bo'lishim mumkin, ammo men ko'k rangli shu maskani taqdim. Shuning bilan bu nimalar tekshirsang bo'lsang, men o'zim dedim bular, zukam qarsam gelim og'rib qichibchi. Beshim qattiq og'ridi. Oxir gejgam og'rigan ekan, men dedim, sen zukam bo'lyaptimi? Shu virus bu qaldimi bilmadim degandan keyin bular sen andos tekshirib qo'ygan atardim dedi. Shuni berib tekshirsam, kechiring sizni darhol og'rimasak bo'lmaydi ekan deb og'rib qo'ydi. Hech qanday dori dema ishni bermadi. Faqat og'riq pasayib chiqqan darini berdi. Bundan o'zim shu bir inimizga deb go'sht, to'xo, yali to'xo akaldirib, chamg'ur akaldirib, shularni sho'p ichib, o'zim yaxshi muzikalarni anglab, qiroatlarni anglab, duorimni qilib, 3-kuni normal holat qaytdim. Bir haftadan keyin voy pachat yaxshi bo'lib ketibdi deb tekshirib qizmidim. Faqat shu gajgam og'rib, qonimni og'riqi, beshimni og'riqi shuli bo'ldi. 3 kun azroq nima qildi? Undaqlik boshqa deganda butun badan og'rib, qizib, undaq bolalar bo'lmadi. Normal bu virusni endi doktor bir inimiz var, magistr shuni deyishicha, bu virus hozir 1 yil o'tish jarayonida ajizlabdi-chu. Badanniki shunday viruslarga ba'zi insonlarning ajoyib kuchli bo'ladi, shunga tuymay o'tib ketadi. Ba'zi insonlarning bunda mesela 60-70% bo'lsa, shuni ozroq ta'sir qilib o'tib ketishi mumkin. Aka sening bu normal, sening immunitetің yaxshi ekan deb. Amaliyotmi? Bu amallar buni nimalar urg'izmaydi bu vaksinalarni. Tabiiy, ya'ni usulda o'zimiz yaxshi kutib, sut unumdan yaxshi foydalanib qilib bersak, bu taqobil tura olamiz deb o'ylayman men. Sizga juqini aniq endi saqaydingiz shundami? Maxsus nimasini chiqarib aykaldim menga. Aykalib men normal qilib chiqdim. Tamam. Abdurrahimjon. Bu Xitoyninki zulm zindonlardan hayat chiqib ketgan odam Xitoyning yekib tushadigan viruslardan qo'rqmaydi-da. Zamonimizdagi Sadir polvonlar tursa, G'ani Botirlar tursa, Xitoyning kichkina zarrachilik viruslari chiqib olmaydi. Alloh shifolik qilsin. Endi o Xitoyninki viruslarning hamda vaksin degan narsa yomon xatarlik nima burun o vaksinatsiya chechakka qizil urdu deb kichik o'rtaga ketaveradi.
Ma'lumotim yo'q ekan, men qadli qiziqmaydi bu narsaga. Yaqinda yag'an shu Xitoy virus munosabati bilan bu vaksina to'g'riliq nurg'un tadqiqot programmalarini olib ketdim. Bunda qilqi bir yildan muvaffaqiyatli bo'lib, onun keyin yasilishi muvaffaqiyatli bo'lsa-mu, umumyüzlük bunu insanlar işitishga bo'ldi deydiganlik uchun zulm bunu 15 yil vaqt ketgan narsa ekan u. Keyin aqsini söylep chiqilgan nurg'un qarshilari bo'ldi ekanda. Albatta bu Zumrat xonim deganga o'xshash Xitoyniki vaksinasi bu turli kasalni biraqlik ko'tarib yuqtirib kelgan narsa. Ama şu Germaniyaniki o'zi ishlab chiqargan vaksinasi to'g'risida Germanlarning o'ziga har xil fikrini anglab ketdik. Burun ishtiyarak yasab chiqqan bo'lsa deb shuni kutgan. Qanday bo'lsin bir yaxshilab chiqsa, shu Xitoyniki shunday virusi yuqib qolsin, bir o'zimiz bir davolansak deydigan orzu umidimiz bor deb. Keyin bu vaksina yaxshilab chiqib bo'lgandan keyin bunda bir yildan yasab chiqib bo'lgan narsa emas u. Dep nurg'unlagan mayadilki talashtasish bo'lgandan keyin shunlar oldi bilan shu 80 yoshdan yuqori yashinib ketganlarga shu virus yuqqanlarning o'ziga sinov qilib biz dastlabki qadamda 6000 odamga urildi. Bundan keyin andakin 80dan tuvan 70 yoshdan yuqorilarga urilib, bu shunday sinov qilib mamudi bu belki qarqi yo'q virus yuqmagan har qanday odamga majburiy urilavermaydi. Odatdagi 60 yoshdan tuvanlar o'zi tanlasa, o'zi xohlasa, men vaksina urdurmayman desa, onun ixtiyorlari urildirdi, ammo 60 yoshdan tuvan normal odamlarga uni hargiz urishga urinmaydi endi deb bu huquqdir. Qanday biz buniki uzun yıldan keyin annekin umumlaştırılgan narsa ekan. Vaksinaning yasilishi boshqa masala. Ammo bu farqi yo'q zodi ya 70%, 80%, 90% unum berdi. Shuni farqi yo'q uraversa bo'ldi deyish uchun chechak vaksinasi o'xshash masala. Bunda uchun 10 yillab vaqt ketdi ekan uningki nimasining tasdiqdan o'tishiga. Hozirda yoki sinov qilib ursun mayli sınaqni o'tib bo'ldi deydi hozir hamda xatarlik sınaqni o'tib bo'ldi. Odamlarga urgandan keyin 1 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin qanday bir yangi bir kasallik ko'rdi vaksina urilgan odamda. Buni tadqiq qilish kerak ekan. Shuning uchun hozir tadqiqot o'tmagan bir narsani o'zini sınaqdan o'tdi deblar, unda qarqish urish bo'lmaydi deb buni Germaniyada keng ko'lamli talashtasish qilindi. Shuning uchun men bu Xudoyim saqlasin ish qilib o'ydim-o, samsaxon qaynitib limon bilan ichib yozdan yog'i shu ishni qilib qo'yapmiz. Dunyoda Xitoyni bizdek tushunadigan razilligini, bizdek biladigan boshqa bir millat yo'q. Chunki biz azaldan Xitoy bilan dushmanlashib kelgan. Endi biz vatandami biz eng oxirgi qatam kelishdan burun, kelishning oldida hattoki kichik bolalarga berilayotgan, majburiy berilayotgan 0 yoshdan 6 yoshgacha, 6 yoshdan mancha yoshgacha deb ayirib turib berayotgan sutlar hatta bu insanni inson qatorida ko'rmay amaliyotda bir cho'ng bir yerlarda ishlatiladigan masalan ishlar masalan lazer nurliq ishlardan tortib shundoq inson badaniga ziyni ig'ir lekin nim bo'lsang bo'la deydigandek o'zining manfaati uchun Xitoy hukumati shundoq elib berilayotgan shundoq ig'ir insan o'rnida ko'rmaydigan shundoq sinoqlarni biz ko'rib yetkazganiki men bir qatim shu Yaponga borgan vaqtimda Yaponda shu bizga sayohat yetakchisi ashtada sizlarning vatanda bizning miyada kalalarga hayvonlarga ishlatiladigan dorilarni sizlarningki Jungoda o'chaqda biz endi Xitoydan borgandan keyin sayohat yetakchisining degan gap berdi. Sizlarning Jungoda bizning bu yerda hayvonlarga ishlatadigan zukam dorisi yoki boshqa bir dorilarning hayvonlarga ishlatadiganligini Jungo hukumatining hayvonlarga ishlatganligini bilib qilib nurg'un dorilarimizni qaytarib oldik deb u dorilarning ismi nima deb unutilib qolibdimi? Adani ishkamizlar ishchimiz uni biz bu yerda hayvonga ishlatamiz degandek. Aşındaq gaplarni qilib men o'chaqdimi bir saskangan bu Xitoy hukumatidan biz insonga qilmaydigan ishlarni mushlar qiladi degandek. Endi biz bu yerga qaytib kelishdan burun sizlar balkim bilmaysizlar vatandan to'g'ri boldir chiqib ketgan. Biz vatanda bachaqda bu Xitoyningki yili mikrlari aşındaq bolalardagi nemisini o'zgartirganligini bilmadim. Lekin mushundaq sutlarni berdi 0 yoshdan 6 yoshgacha, 6 yoshdan cho'nglarga yana bir xilni berdi. Hatto aşındaq virus paydo bo'lishdi.
bo'lgandimi biz nimalar internetlarda ko'rdik, u maxsus ajoyib bir xil dorilarni biz Uyg'urlarga beryotdi. Shu koronaning oldini oladigan dorilarda hech qanday bir shirkat nomi yo'q, hech qanday bir ishlab chiqargan organning faqat o nimasi yo'q, adresi yo'q ashlaq darslarni. Chunki bu Xitoylar dunyo ofat bu. Bularning har qanday bir dori bo'landi va yoki shunday bir ishlarda insonni inson o'rnida ko'rmaydigan, insonni faqatla meliqi bir turib inson o'ylab qoladi bir jonsoni jiq bo'lgandan keyin bularningki shu insonni inson o'rnida ko'rmay men bo'lsam bular deydigan bir millat. Shuning uchun bularning vaksinasi emas, hech nimasini ishlatolmaydi. Buni endi faqat birdan bir tushuna oladigan bu Xitoyning rezilligini tushuna oladigan yanili shu biz. Shunga shu muajiratdagi qarindoshlarimizning masalan turayotgan davlatlari har xil. Masalan Turkiyada nurg'un Uyg'urlar bor va yoki boshqa davlatlarda nurg'un Uyg'urlar bor. Masalan endi mening fikrim endi Xitoy bilan yaqin do'st o'tayotgan davlatlarda turayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Menimcha bo'lganda Xitoyning vaksinasini urmasligini amal bor Umarkam deganga o'xshash o'zimizning milliycha biz Uyg'urlarmi milliy tibbiyotning ishlariga xili bak nimamiz danqimiz bor, shuning o'xshash o'zimiz uyda yerlik retseptlarimiz bilan o'zimizni yaxshi kutib, o'zimizning immunit kuchini oshirib bo'lsak, eng yaxshisi hozir mush vaksina deganga yaqin kelmasligini umid qilaman. Buni da men Abdurahimjon bilan shu ayrim paranglashganda bu do'stimizmi dedi ya, bu men urg'izmayman deydi endi. To'g'ri. Siz degandek Zumrat xonim, siz degandek endi Xitoyning vaksinasi olib qolsa albatta mumkin emas, Uyg'urning birsi urg'izmaydi deyman. Ama bu Avrupa'da, Amerika taraflarda vurduğunda ama Amerika bilan Germaniyaniki birleşip yasab chiqqan vaksin ekanda u. Endi hozir har davlatda shiddat bilan eshiyotqachqa yuqumlanganlar, o'lganlarning soni jiqadamda urg'izotdi. Ammo savolni sizlardan so'rashimdagi sabab bizning qarindoshlarimiz o'xshamagan davlatlarda yashaydi, ishlab turgan davlatlarga vaksina kelyotdi-da hozir. To'g'ri. Masalan, Turkiyani misolga olsak, Turkiya Xitoydan sotib oladi ekan vaksinani. Hatta tönögün nemi qarsam, Türkiye'nin bir kanal qarsam, o bu Xitay 13. ayının ahiri 22'si dedi mi, aytavur yolgu sebetimiz bu vaksinini degende bular vaqtida evet mi dedi, qaqşavatıdı yani. Tezroq kesik edip kütüvatıdı. Yani başka devletinin vaksinasına gepini çıkarmadı mesela, Avrupa'dan, Amerika'dan setip algan gepini qilmadi diye bular. Ya tönögünki haberini ben kögen vaqtimda qarsam, Türkiye'de turuşluq Xitoy elchisi bu vaksininki haqiqiy bir önemi bo'lmaganligini, insonlarga sınaq qilishni Jungoning o'zida, Xitoyning o'zida bu sınaq darajasini insonlar urush nimasini layoqatli bo'lmaganligi uchun buni to'xtatib turganligini dedi deb o'zi Xitoyda Turkiyada turishliq Xitoy elchisi tönögün istiqlol xabarlariga qarasangiz o'zi ixro bo'libdi. Demak uni Turkiya setib olmamdi-ku. Ya hozircha endi to'xtab turadigan ishlar bor o'xshaydi. Bo'lmasa o'zi bizning Xitoyda ishlangan vaksinaning unumi hozircha nima emas. Biz buni to'xtatib qo'yib turdik deb o'zi ixro bo'ldi deydi. Tuniga istiqlolda ashtaq bir xabarni oldim endi. Tamam. Bu gapni deyishimizga maqsad Turkiyadagi qarindoshlarimiz xabardor bo'lib qolish kerak. Ya'ni Turkiya hukumati shu Xitoydan setib olishga qo'yibdi. Agar Xitoyning vaksinasi kelib qolsa, o'ylash beqin qarindoshim. U Xitoyning vaksinasi ham Xitoyning vaksinasi emas. Xitoyning hech qanday bir nimasi ishonchsizga odatda sapasi sifatsiz keladi masalan. Bu qaningizga, jiningizga uradigan narsani Xitoynikini ursa siz qabul qilamsiz, o'ylash beqin. Bu bir tema hamda oddiy bir mushu orqali hamma davlatga qarindoshlarimizga bir uchur beraylik dedim. Endi bugungi tema, asosli temaga o'tsak, 2020 o'tib ketdi. 2020 boya biz tilga olgandek mushu Xitoyning vabosi asosliq mazmun bo'lgandan boshqa bizning milliy da'vo ishlarimizda mangu unutmag'idek ishlar yuz berdi. Masalan deylik, biz uzundan orzu qilib kelayotgan Uyg'ur inson haqlari qonuni va Uyg'ur emgakchilarini mecburi işletishni to'sish qonuni deganda qonunlar Amerika parlamentida tasdiqlandi ham qonunga aylandi. Bu ham o'tgan yili bizniki milliy davorimizda bo'lib o'tgan cho'ng ishlarning birisi. Undan boshqa
Ama şu teşkilatlarınki faaliyetleriga kelganda xalqimiz hozir kundan kunga ularga yuqori talab qo'yadigan bo'ldi. Ya'ni amaliy harakatinglarni ko'raylik. Quruq shuaringlar emas, tushga rasminglar emas, amaliy harakatinglarni ko'raylik deganni talab qilib qo'yadigan bo'ldi-da tashkilotlarga. Bu holatda amaliy harakatlarning qatorida masalan mening darhol kallamga kelgani ma'lumotli Gollandiya Den Haag'dagi sudga Xitoyni Xitoy hukumatini arz qilish ishi bo'ldi-da, sudga berish ishi bo'ldi. Bu vaqtda har xil gaplar tarqaldi. Masalan, Arliqda voy uni rad qo'yibdi degan xabarlar chiqdi, ammo orqaga urishiblar. Shu ishni qilayotgan advokatlar bu ishning rad bo'lmaganligi, bu ishning yana o'z izida ketayotganligini dedi. Demoqchimanki, o'tgan yilni eslasak bizning da'vo ishlarimizda ilgirlash bormi deganda mening kallamga darhol kelgani mushu bo'ldi. Endi sizlardan men bir javob olib boqmoqchi. O'tgan bir yil ichida bizning milliy da'vo ishlarimizda qanday ilgirlashlar bo'ldi? Esonlarga kelganlarni bir o'rtoqlasak, ya'ni hammani deb ketolmaymiz. Birimiz bir og'izdan desak to'liqlanadi deymi? Ömer efendi. Ben dastlab so'z aytsam, men 2017 12-oyning 27-sidan boshlab bu ishga kirishdim. Ya'ni bu Xitoyniki Brazil qilmishlarni dunyoga aytish uchun dastlab Qozog'istonda boshladim. 3 yil jarayonida hala 2020ga qadar bizniki bu da'vo ishlarimizniki nihoyatda kalaros ketib qolgan holat his qildim ishonsanglar. Bunchalik holatga kelishida bizning atrofimizdagi shu narsalarga, ya'ni bu inson qalbidan chiqqan bu zulmlarga chidamagan qarindoshlarimizniki boshqa millatlardan bo'lgan hukumat a'zolari, arboblari, parlament a'zolari, siyosiy yo'llar, shularning bu yordamlarida bizniki ishlarimiz shu darajaga yetdi. Biz bu Zumradgul, Mehrigul, Sayragul, boshqa qarindoshlar bor hammamiz bu deyishlarla bu ishlarga o'zi chiqadigan narsa emas ekan-ku. Buningga ana shunday cho'ng kuchli ta'sir qiladigan siyosiy yo'l, mushta parlamentga deputatlar, har xil kuchlar ular ta'sir ko'rsatgan vaqtida shu kun tartib keladigan narsa ekan. Bizning namoyish qilish to'g'ri, biz namoyish qilishimiz kerak. Hammadan o'yin bo'lgani bizniki nihoyatda bir kuchli bo'lgan bir aparatimizning qurilmasligini 3 yil o'tib ketdi qarindoshlar. Bizning bir hozir butun dunyodagi Uyg'ur jamiyatidagi tashkilotlarga bo'ladigan yetakchilik bo'ladigan xalqqa shu vatanga tuproqqa bir egiladigan bir aparatimizning yo'qligi ajoyib ichinchlik voqea bu. Birdan bir qo'l kelgan narsa bu 3 yil jarayonida men his qilganim. 2020-yilda nihoyat hasrat ketib boramiz hozir. Bu bir. Ikkinchisi bizniki shu da'vo ishlarida yoshlarimizning ideyasi intayin ilg'or. Ham yoshlarimiz shunda iqtidorli. Biz shu Abdurahimkamlar bo'lsin, biz cho'nglar baribir zaman masashimiz shundoq tirishimiz masashga. Baribir ular bir 5-10 qadam orqada biz. Til jihatdan, ideologiya tarafdan, har tarafdan ularning orqada. Biz nima uchun Turkiya bo'lsin, Yevropalarga keldim, ko'rdim. Ajoyib iqtidorli yoshlarimiz bor ekan. Men bu masalani Robiya opam bilan so'zlashgan. Nima uchun shu 10 yil, 15 yil mobaynida bizning biz xalqimiz bergan pullarni bu shundoq narsalarga, shundoq yoshlarni bir tarbiyalab chiqishga mukammal sesli bir tarjimonimiz yo'q ekan men qarasam, ishonsanglar. Mana bir shu ziyorat qilgan vaqtida bechalar qiynab izlagudi shu. Birdan oyoqdan izlab tarjimon qanday qilamiz deb. Bizning bor guna til o'rganmagan guna. Burun biz o'rgangan, lekin doim ishlab qo'ymaganishqa unutilib ketdi bu. Shuning uchun Turkiyadagi yoshlarimizga qaradim, ichindim, men Turkiyada 10 oy yashadim. Qizlarimizni Aqsaroyga ketibdi. O'qiyot qoldi, tinch o'qiyot qolimi bor ekan. Ular hech qanday gunoh yo'q. Bizdek erkaklarda, bizdek sing'illarimizda, to'xtab tur, afkam sen nima derding va makalar singlim. Qanday bo'l otangizni ko'rishdingizmi? Yog'dingiz nega chati bir ahvol so'ragan bir tashkilotlar albatta yordam qilsin, ularni yordam qilsin demayman. Bizning ashadagi ayollarimizga, yetim bolalarimizga qo'lim sunsin. O bizning o'qish qarindoshlarimizniki, qizlarimiz Aqsaroyga ketibdi, nomusini setyapti. Biz hech qanday erkaklar yuziga men o'zim yuzim yo'q deb o'ylayman men. Shunday so'zlarni qilmaganman, chunki men nomus qilaman ey. Bir millatimiz shunday ko'chlar qoldi, anda xuddi falonch. Bu asli bu vatanimizdagi xo'liq yetadi bizga. Muhojiratga mush qarindoshlarimizniki, qiz o'g'illarimizniki shunday holatda bayram bo'lib ketishida nima uchun bizda bunday bir oqsoqollar uyushmalari shunday narsa bir yo'ladigan, to'xtab makilar bir parang qiladigan, o'ylanmagan o'ylab qo'yadigan, shunday bir adam qiladigan bir nima uchun qurilmasqa? Bu qo'saq biqish, umr surish
bu hayvanlar yep içiplam ötüdü. Köne bizni kaçan soyup yedikin dep. Bizçi to'xtab turaman, nima ish qila olaman millatim uchun, vatanim uchun nima ish qilaman deganda boshqa bir xil ideologiyada bolalarimizni, yoshlarimizni shu tatbiqlaydigan nima uchun boshqa bir nima bo'lmaydi qarindoshlar. Bu ikkinchi bir eng ichinishli bir ish bu. Bizniki shu qarasanglar, bu da'vo chiqqanlarda 80% hammasi ayol. Nima uchun? Tarixdan bir bundoq nazar tashlasak, bizniki shu g'ollardan tortib, shu nimalarga qadar yaqin shu mustamlika bo'lish bo'lganga qadar bizning ayollarimiz, otalarimiz shu taxtdan o'ng tarafida o'ltagan, sol taraf, o'ng taraf bor. Nima uchun? Ayollarimiz intayin aqlli, dono ayollarimizni o'rtaga o'zgan, maslahatini olgan. Hala shu 100 yil mobaynida bizniki shu xo'rliqlarning shunday holatda bo'lishi, oilamizdan ayrilishimiz, qiz o'g'illarımızdan ayrilishimiz, tuprog'imizdan ayrilishimiz, boyligimiz, hammamizdan ayrilishimiz, hech nimamiz qolmadi bizning ayrilmagan. Shunday kun qilishimiz, biz qachon onlarimizni mana shu beshiktardan holat keltirib qo'ydik, qachon uyga bekinma qildik, qachon shu chiroyli yolliqlarni chekib, ona bir xil yolliqlarni chekib olib, mutasib uni radikallikni sindirdik. Hech qanday bir insonni nima qilgim yo'q, g'arar qilgim yo'q, lekin biz o'ylab boqsak, biz ayollarimizni qachon mana shu uyga bekingandan boshlab biz mana shu 100 yil mobaynida mana shuni holat qilyapmiz. Bizning ayollarimiz asli ajoyib, bu ayollarda ajoyib bir kuch bor, mehr muhabbat bor. Burun cho'nglar nima uchun deydigan desam, men buda tushundim, 2020-yilning oxirida tushundim men. Bir qo'lda beshiktarda, bir qo'lda dunyoni desa, shu ona shunday bir ilm bilan, tarbiya bilan ashuni qildi ekan. Nima uchun Yaponiya Pearl Harborda urush vayron bo'lgandan keyin birinchi qo'lga qizlarning tarbiyasini oldi, birinchi qo'lga. Hozir dunyo bo'yicha eng madaniyatli mamlakat, fan texnika dunyo bo'yicha hammadan ilg'or mamlakat. Nima uchun hadiylar 2000 yil sargardon bo'lib, eng oxirida ayollar tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ydi? Nima uchun ayollarga foydasini berdi hatto oilalarda? Men shuni o'ylab yetdimki, men o'zimning oilasidan boshlab, o'zimning atrofimdagi sing'illarimga, oshlarimga o'zimning bir kishi mehr muhabbatimni, shular meni gapimni anglasa, aksining inisiniki bir o'zining darsi gapini olganda tarbiya berishga, qo'limni kelishicha berish tashmayman Alloh qolsa. Qizimni shunday tarbiyalashga, ayolimni ham shunday kuchni, ruhni uyg'otishga maqsadim dedim men. Kasbonatlikdan aktirgan deydi. Jinim rafiqam, siz uni da ham qilma. Chunki akasi sizni akasisan. Siz atlagan bir inson, siz bering, namoyishga qatnashing. Konsul oldiga o'zingizning o'g'liniki, onangizniki, indiningizning, jiyanlaringizning ko'ramayotganingizni chiqing shaga. Hammamiz ashada o'lishni talab qilyapmiz ya. Rossiya bo'lsa meningmi? Ashuna bo'lsa nima ketishni xohlayman hozir. Chetlar o'lib qolmas ekanda, men chet el hayotini ko'rdim. Nima uchun boshqa bir yig'laydigan desa Rossiya shu. Shuning uchun dedim, aka sizni akasi, siz bilan namoyishga chiqing dedim men. Siz birinchi qanotligini qator siz berib, sizni akasisan. Men rozi. Umr vaqt rozi, rozi, xudo rozi. Biz endi ashada ko'rishmaymiz siz bilan. Men borib, endi tan ketish men rozi shuning qadar. İkinci mesele qarindoshlar. Ham uchinchisi bizning mana shu 2021-yil sizlar degandek bu xalqaro sotdan biz Xitoylar bizni o'zimiz qo'rib Janchushan buni aniq degan axborotlarni va xabarlarni ko'rib Qozog'istonda men hayron qolgan. Tavba, mushtoq gaplarni o'zini damdi bo'ladi. Bizning ashadagi xabarlarda chiqqan vaqtida men aniq qulqin bilan angladim. Bu Uyg'ur xalqining o'zini go'shini o'zini yig'ib qo'rmamsa sen. Nima ishda qilmaysa deb shu holat ochiq ochlar degan holat kelgandan keyin tavba deganman. 2017-yilda chiqqandan shu. 2016 mi ya? Janchushan 2016 chiqdimi? Shu olamda hayron qoldim. Bizmi qarindoshlar bu iqtisod bu yordamgir emas. Bizning mana xalqaro sotga da'vo ishini hal qilish uchun bir muntazam bir tashkilotimiz bir iqtisodni tutib, buni xalqaro deydigan narsa emas. Har bir shaharlardagi shu ish insonligi deb ashuna yilsa, Uyg'urlarimiz yana bani aymaydi, boylarimiz ham aymaydi qarindoshlar. Shu Yaponiya hukumati ismadi bo'lsa, mana shu xalqaro sotga Amerikaga hatto nurg'un axborotlar ta'minladi. Jumladan har qator video yo'llagan vaqtlar mana ko'ringlar deb yo'llagan videolarni tafakkur qilsam, Yaponiya pul xarjlab, shu o'zlari sotib olgan jasus demaymiz ularni. Ya'ni millatimiz da'vo ishlatigan kerak qilgan narsalar qizlar, isingiz bo'lsa Zumradgul, bizniki Yalqontog'dagi Kona mazardagi hech qanday odam qolmagan mahalla, Qashqarda kim o'z topamiz Xitoylar voy deb ziyorat qildi-ku. Bo'lsa kimning qaro hayot undaqa odam xabar qilmaydi-ki. Kimda yurak va qo'rqib yer undaqa ish bilavotdi desa, qaqqicha bosdi. Nima ish qilib bordi? Demak, bu yerda pul bilan aslan axborotlarni egalladi. Bizga asham tashkilotimiz bo'lish kerak. Yahudilar shuni qila olgan ayni vaqtda. Qancha mushunasini qilaylar deb eng muhim bo'lgan, yana bo'lmaganda nahmadan olish mumkin emas bizda.
qayta bir suratlarini, aşındaq bir hüccətlərini, mümkün qədər bu aşındaq nəsələr bilan təminləyə biz bu da'vat qilib tura olamiz. Bizning hozir aqlimiz yo'nalib chiqadigan hech qanday bir mamlakatimiz yo'q. Biz kerak bo'lsa, bizni yana bir toshqa taqishdi desangiz so'zning oxirisi. Mukammal bir apparatimiz yo'qligidan hech qanday bir mamlakat berib yaduramaymiz. Misol Yaponiyada mamlakat berib, kelajak manda manfaating bor sening. Zamindan bo'lib bermasan kerak bo'lsa, yo biz boylig'ini bo'lib berma. Biz yerdan qilib boshlanmasdan to'plash qil desa, ularning istixbarotlari kuchli, hatto Turkiyaning kuchli, Amerikaning kuchli. Ular qilib beralaydi. Biz aciz bo'lgandan keyin biz bunga mumkinchiligimiz yo'q. Bizning chiroyimiz ulardan chiroyli, go'zal bo'lg'achqa biz o'zimizning odamlarni orasida qilib mumkinchiligimiz yo'q. Ular bizmi ashlar bizga qo'llangan taktikani qo'llanib, naq ashlar qilgan narsa ashlarni o'zini qo'rib biz ashlarni bilishimiz kerakdi. Biz shu ishlarni qilamiz. Va shuning ichini 3 yillik hayotimni shu da'vo yo'lidagi bo'lmada tafakkur qilsak, bu men shu Shveysariyadagi Chunchayning 17-kuni yig'inni qayta qilgan vaqtimda dal ash Maramirdan chiqqan ikki Marakanlik ikki qarindoshimizlar bilan o'tirib qolib salomlashib 3 kishilik o'rindiq xata. Shu salom qilsam, ularni shuni men ko'ryapman, voy deb nim qildi. Sizlar nega keldinglar? So'rashyapmiz, inglizcha chalib qo'lib bilmaydi. Sizlar Maramirdan keldik, mesela qirg'inchilik ishlar bilan keldik. Shuni tugatib ketib boramiz deganda ko'zim yashiq ketganda, duo qilgandim. Bizniki bu zumrak kishimizdan biz lagerlarnikini dalillalaymiz. Bizniki beralaydigan narsamiz nima deganda shu lager haqiqatan bor, bu maktab emas degan narsaga biz mana shu vaqtcha Allohning iznidan biz o'lmay yashayapmiz. Xitoy bizni saqlab nima Xitoy deyman, Alloh bizni saqlab deydi Xitoyga cho'qim bir. Yana qo'shaloq bo'ldi. Chunki men Yusuf alayhisolamning hikoyasi bu Qur'ondagi nimasida men ajoyib kinolarini ko'rgan. Meni ashya bir yatqizib, hayot chiqib Mesela arkadaşlar bir hikmet bana öyleyemez. Çünkü herkes adli işler emez de. Ben Allah bunu sen de hoş Kazakistan'da etildi ya ki Japonya'da etildi de boyluğan. Hoş telefonum var çok tutunda söylediklerimi var. İndirim şuru var acayip sosaniki. Avrupalarda hatta Türkiye'lerde işte boğan. Ben hemen etildi mene akamdan işte abası tapanç etildi veya ki ortak okulda öldürüldü de boyluğan. Allah beni yaşat kıdak. Hoş keseldim ama öyle ketimde vasiyet kıldım hatta. Onun aldığım vasiyet var. Vakitimi vasiyet kıldım ben ballarıma misal. Yani ölmüdüm. Demek bu bizdeki hürlüğümüz için, adalet için Allah bizni yaşadık. Meniki bir yerimiz silip kirişime bana alıştırındaki. Boşluk güçler, bularınki mi acayip çok soğuk menfaat nemesi vakıya mallarını, muddası vakıya karındaşlar. Meyli Amerika, meyli işte her kanda hayaniki öyle menfaati için, ular yine buladığalı olsa her kandaşlar akılsızlık etmişler. Onun için biz bir tavsiyem şu. Biz yaşlarımızı taşlab qo'ymaylik. Endi kelajak yoshlar qo'lida deymiz-ku, nima uchun ularni biz qo'ynimiz olmaymiz qarindoshlar? Mishada o'yinlangan yigit qizlarimiz bor. Turkiyada hatto nurg'unlari bor shu yerda. Biz erkaklar sal o'g'ilvoldashlik qaytaraylik, biz erkak degan narsaga deyish oson bo'lgan shu mas'uliyati bor narsa bu. Biz bayramda chiqqanda musulmon bo'lgandek, biz erkak deb chiqish uchun bir erkak rolimizni joriy qildiraylik. Meni tavsiya qilganim shu. 2021-yilga bir erkakdek kiraylik, erkakdek yashaylik. Biz qo'limizga ketgan hamma narsamizni, izzat, obro'yimizni, nomusimizni hammani qaytarish tirishalik qarindoshlar. Mening tavsiyam shular. Men shu 4 narsani yakunladim. 2020-yilda. Men mana shu oila xotirjam jam bo'lib ishlab tutgandan keyin meni qilgan yetam Uyg'ur qozoq jamiyatidagi bizim Qozog'istonda mustaqil mamlakatimiz borligi uchun o'tirib termanchi oshmayman. Ham shu bizning qarindoshlarniki mening shu yerimni kessangiz yerimni Uyg'urda shu yerim qozoqda tushdi. Baribir men qozoq emas deydi, ba'zi Uyg'ur emas deydi. Nima deyapsan? Men bir Umar Bekali bo'lib qolaman xolos. Buning uchun mening o'zimning vazifam butkul muhojirat qarindoshlarim bilan shu eng ilg'or yoshlarimizni, shu tajribali ko'nlarimizni, animizni beshi-biriga qo'shib, shu mediada bo'lsin, bir qo'shib ketgan bo'lsa, bir eng kuchli bir mediarimiz bo'lsin, bir hosil bo'lgan bo'lsa deb umid qilsak, siz qoldingiz efendim, Fidoy efendim qoldi. Ya'ni shu Facebook so'zlab ham, ancha YouTube chiqib so'zlab, shu to'xtamda qolib qoldik biz. Bir mukammal seslashgan bir Uyg'ur mediasi chiqqanmidi ya? Bir ish bu. Men mushlar bak ichimdan qarindoshlar. Pul emas biz yig'sak yig'yapmiz, $100,000, $200,000 yig'yapmiz. Yani qaysimizning mediasini qo'llab-quvvatlaylik, kim tajriba bor? Shuni topshiradi bu da'vo ishini. Jiqandas ingliz tili, o'z tilimiz, Xitoy tili, 3 tilda taqib qilsakmi bir xil jiqnatuvchi qozoqning dotdi. Biz bu ishlarni qilamiz. Men 2021-yilda shunday bir yangiliklarni aktivish uchun
tirishib baqsak, bir qilib baqsak, bir erkek rolni joriy qildirib baqsak degan shunday umiddaman qarindoshlar. To'g'ri. Siz endi men desam 2020-yili endi bu Xitoy virusi bilan hammamiz uylarimizga qamalib ketdik. Endi vatandagi nurg'un muhojiratdagi Uyg'urlarimiz vatandan burilib ayrilgan. Hattoki shu chaqlarda vaziyat yaxshi vaqtlarda ayrilgan. Hatto ba'zan gaplarni depasakmi ishonmay qolganlar bor. Rost unda emasdi. Oshirib etmang deganlari bo'ldi. Endi biz vatanda ko'rib keldik, biz sizlarga da'vatimiz. Vatandagi ahvollarni sizlar ko'rgan bo'lsanglar, hatto jiqiraq shohid chiqargan bo'lsa, sizlarning yeyotgan tomoqinglar, ichayotgan suyinglarmi harom bo'ladi mushbatida. Qo'shal qo'ram olayotgan nafasinglardan tortib. Endi biz shu zulm tortayotgan vaqtda endi biz ko'rib kelganligimiz uchun muhojiratga chiqibmi, yana men chet elga chiqqanning yoqimi men o'ylagan butun vatandagi vaqtimdan tortib o'yladim. Chet eldagilar cho'qim biz uchun bir kun tapmay, bir kunim tapmay, har qanday Xitoy konsullarida ya bo'lmasa o'zining atrofidagi hukumat nimalar bo'lamdi davlatdagi ashta xiyallarda cho'qim biz uchun yetib oldi ular. Endi gapni o'chig'ini qilganda mana biz uchun mana kunda shu to'lab kunda anda qilyapti desam, hattoki 2020-yillarda 19-yillari men chet elda bo'ldim. Kelgandan yoqisi namoyish qilsa mana adami chiqmaydigan, mana namoyish chiqsa ana adami chiqmaydigan, bizda bir birlik yo'q ekan. Hattoki bir kunda namoyish 2 yerda. Odamlarningmi gapni o'chig'imiz Amerikada bo'lgan ishmi shu. Hatto necha yerda namoyishlar bo'lib ketdi. Bu ochiq haqiqat bu. Haqiqiy bo'linayotgan ish men ko'zim bil ko'rganim. Hatto shu bir Amerikaning Washington shtatida bir yerda namoyish bo'lsa, bu yerga onun adımı anıga bormaydi ekan, maning adımı anıga bormaydi ekan. Hattoki bir insonning beshida o't kuyavassa, o'livassa, hech qanday bir adam qanmay xotinlarni taxi operatsiya qildirib bularni tug'mas qilib, erlarni taxi bir qanday qilib zavodlarga berib, er ayolni ayirib, bu bizning hozir ko'payishimizmi yo'q. Hozir biz yo'qolish girdobidagi bir insonlar qatorida bo'lib ketgan vaqtdami, yanala o'zingning ishki, yanala o'zingning ishki ziddiyati uchun burun nim bo'lganinglarni men bilmayman. Lekin hozir vatanda insonlarning millatimizning beshida o't kuyayotgan vaqtida mushundaq parchalanib necha yerlarda namoyish qilib, hatto maning deyinib onikiga bormiz. Oshta bo'lib ketdik, hatto men shunda oldim. Biroqli qarasam, hammasi bir yerda qildigan namoyishlarni necha yerlarga bo'linib ketgan. Oshta ishlarni ko'rib men bek ichindim bu ishga. Bo'lsa 2021-yildagi eng bek ig'ir cho'ng tilikim shuki, mushundaq ishlarni birlashsak. Biz hozirgi vaqtida qo'l tutishadigan vaqtimiz qarindoshlar. Birimizni qo'lni tutishib, ming dushman bo'lsakmi, ming qanday bo'lsak Uyg'urga dushman bo'lmaydi qarindoshlar. Uyg'urning Uyg'ur dushmani bo'lmaydi. Millat o'zimizning millatidan bir-birimizga dushmanlik qilishmagan bo'lsa, Umar Kam deganga o'xshashlar. Ashundaq bir haqiqiy bir Umar Kamning deganiga o'xshashlashda bir o'zimizga bir nim bo'lsak, birsimizdan qo'llarni tutsak mushta vaqtlarda. Ham namoyish olamda nima bo'lsa, tang chiqsak, birlashsak deydigan niyatim bor. 2021-yildagi birinchi tilikim bütün tashkilot, bütün Uyg'ur shaxsiy hammamiz birlashsak, qo'limizni tutsak. Endi bu bir bana bo'ldi. Xitoy virusi 20-yili hammadan Xitoy virusi bilan ansirdik, qo'rqdik. Umar Kamda degani Xitoyning hammamiz jihati virusi jing chiqib qoldi degan gaplar bo'lgan. Hozir virusning o'nchilik kuchi qolmagandek o'xshaydi. Mening atrofimda bir nechalar viruslandi, lekin 3 kunda, 4 kunda o'ngshilib, maskalarni eg'ir taqab, birning ustiga birini taqab, namoyishlarga chiqaylik qarindoshlar. Hattoki mushu Amerikan tashqi ishlar bo'lamdi, mushu Amerikadagi nurg'un hukumat organlariga kirsak, sizlarning amaliy kuchinglar oz. Sizlar dapli qo'ysizlar degandek ashundaq. Amaliyotda bizdan bekaraq o'zimiz yashayotgan davlatlardagi insonlar bizning mushundaq ezilayotgan davlat ekanligimizni, bizni Xitoyning qanday bostirayotganligini, boshqa davlatdagilar hattoki men tunugim TikTok chet eldagi TikTokni ko'rib hayron qoldim. Har xil tilda ifodalab, muzikasi orqali ifodalab, naqshi orqali ifodalab, hattoki bir narsalarni yasab chiqib Uyg'urlarning ashayliq lagerda yotganlarning chiroylarini, shakllarini akilib ashlarga. Mana ko'rdingmi? Har xil medialarda. Men necha ming qatim deb ketdim qarindoshlar, necha ming qatim deb ketdim. Hatto namozni o'tirib o'qiyolmasang,
o'tirib o'tiramisan sharatini sharat bilan o'tirib yetib olib o'taydigan ishlarmi bor nisdan hamma ishga sabab bo'ladi. Hamma ishga. Suv yo'q yerda taratni o'zimiz nima qilsak bo'ladi ana nima qilib. Aşındaq ekval asla temim qılsaq buludu. Aşın o'xshash biz o'zingiz harakat qılanmısınızmı, mağanmısınızmı internet orqali qiling jangni. Her qandaq ishni qilalaydigan vaqt hozir. Siz baramısınız shularni qo'llang. Pulunuz olsa shularning iqtisodini qilib bering. Masalan, Turkiyada hozir namoyishlar bo'lyapti. Bicharalar tushdi nima yeydi, kech nima yeydi, tunugimi Facebook chiqarib qo'ydim. Hatta baramısın shularning tamoq suyini olsun apirib ber. Shular joyida jim turib, muqim turib shu namoyishini qilsin degandek. Bizda shu amaliy kuch yo'q. 2021-yildagi eng oliy tilakim shuki, bütün Uyghur birleşsin, bütün teşkilatlar birleşsin. Hammamiz birsimizning qo'limizni tutishayli. 2021-yildagi har qanday chiqanmagan namoyishlarimiz, qilinmagan faaliyetlerimiz, hatta Uyghur uchun hech qanday qilinmagan ishlarimizni bu 20-yil tashlab qo'yib 21-yilni Uyghur uchun kurash uchun, Uyg'urning kurishi uchun o'rtirishinglarni umid qilaman. Abdurimjon, sen qanday xulosalaysan o'tgan yilni? Rahmat. Qarindoshlarim nihoyatda ta'sirlik gapildi. Ömerjon bilan Zumradxon so'ngimiz. Haqiqatan bir umr unutamag'idek gapni yuzimizga qo'ydi endi. Bunchalik gapni anglab turayotganning o'zida bir narsada xulosa chiqarishga odamning tili kuydi. Ben vatanda yangi chiqqan chog'ning o'zidami shunchalik norozi bo'lgan, chet elga chiqib, chet ellik ahvolga qarab yiqib, vatanning o'zi hozir shundoq bir sarangini tashlasa kuyib, kulga aylanib ketgandek bo'lib ketgan bir vaziyat bo'lsa, sizlar nima ish qilyapsizlar chet elda deb men shunchalik norozi kutib ketganman. O chog'ning o'zida vatan qandaqdi, men buni ming qatim yozib bo'ldim. Ben vatandan chiqqan chog'ning o'zidagi vatan hozirgi vatanga selishtirsak, u chog'da xuddi o'zbek, o'zxon biz mustaqildek yashayotgan bir chog'ning o'zida men vatanning o'zi hozir bir tal sarangi yiqib tashlab kuyib kulib turgan vaziyat keldi deb shunchalik noroziligimni bildirgandim. Ama bir ishlarni bilib, bir ishlarningki nima uchun bundoq bo'layotganligini tushunib yetib bo'lsak borliqda o'zimni shuni ichiga kirib qoldim. Meni qanday adam mening ismimni anglasa, mesela 10 adam mening ismimni anglasa, 10 adamdan 9'u meni eski deydi. O bekatomay majrat deriydi. Ali yaman deydi, mani yaman deydi, o'zi bir ish qilmaydi deb renciydi. Mening yaman deb bir etim bor. Nima ish qiladigan chog'da shu chet ellik ishlarning o'zini qanday qilsak bir yo'lga tushadigan deb, oning chopini ko'tarib, moning depin chelib yurib, chorak asr shunda o'tib ketdilik qarindoshlar. Axir kelgan chog'ning o'zida zodi hammaningki tanavini tortayotgan gap boshqa. Chellarni Beijingdan mushunda bosh qurib, mushu holda chet eldagi mush Uyg'urlarni terib yiran qilib, umidsiz qilib, voy bo'ldilar sendek millat, sendek vatandan bo'ldi, men to'ydim degizib, voz kechtirib, ondan keyin o chet elda hech qanday bir vatan millat degidek bir kuchni qo'ymay turib, Xitoy xohlagancha o'zi idora qilgan shundoq bir strategiyani tuzib, shuning uchun shirkat vaqasini deb, shundoq xullosin o'zim gumon bilan o'tirib qo'yib turib, ondan keyin onimi yomon, manimi yomon deb, mush yomon degan ko'chaga kirib qolib, eng oxirida bütün hozir chet eldagi Uyg'urlar shu bo'libmi 2017-yili apreldan boshlab chet ellik Uyg'urlar vatandan umid uzib ketdi. Urug' tuqqanlari solab, ota-onalarini solab, vatanga bir qatim kirib chiqaman deganlar kirib ketibam 20 yil, 15 yil kesib ketib, vatan izsiz yo'q bo'lib ketgandan keyin saqlab beqib, yeni saqlab beqib, eng oxir bo'lmaydi bu chet ellik qarindoshlar asosli bu Xitoy endi bizga yaxshi kun bermaydi ekan deb hammasi bir silkinish kelib, ya'ni uyg'onish demaymiz buni, bir silkinish. Men nima bo'ldim deydigan bir vaziyat kelgan chog'ning o'zida chet elda qanday ishlar bo'lyotdi. Chet elda vatan ozod qiladigan rahbarlar nima ishlarni qilyotdi.
chet eldagi bu danglik tashkilotlar nima ishlarni qilyotidi? Yine bizim kolumuzni tutup bizni yetaklaydiganlar nerede deb etrafga qaragan chaqning o'zida yana bir yaxshiroq bir odam bormidi bu chet elda yetak chaqning o'zi kelgan chaqning o'zida benim ismimni olgan chaqida bu bak eski odam deydigan reja kelib qoldimda o'zimcha. İşte bu qoldi. Nemishqa deganda mushu chet eldagi ishlarni xuddi hozir sizlar hozir 3 yil oldin 3 yil bo'ldi, aqalli 2 yil qarindoshlarimiz mashada o'tirayotgan biz bilan yupyana chiqdinglar sizlar. Yupyana chiqib nurg'un qaynoq bir doshqozonning ichiga bir sakrab tushdinglar hozir. Onun üstüne hozir sizningki bu vaziyatga ketilib ketgan chaqinglarda shunda bir yaxshi bir fursat bor. Bu fursat nima degan chaqda to'rlishish. Bütün dünyada hozir muştaq yüzümüz qarab o'tirib biz gaplashyapmiz, aloqa qilyapmiz. Nurg'un ishlar ustida muzokara qilib fikrlashalaydigan bir vaziyatda chiqdinglar. Biz chiqqan chaqimizda bir parcha gazetni yozsak 3 oyda aylanib keladi o gazet. Ayda bir qatim chiqadigan, 15 kunda bir qatim chiqadigan Olmaotadagi Qirg'izistondagi gazetlarga Xitoy mundaq zulm soldi deb xabar yozib qo'ysak, o gazet aylanib Amerikaga berib, yana bir Uyg'urning quliga tekishlik 6 oy yutib ketdi. Shundaq bir ko'ni chaqladi o. Shu chaqlarning o'zida bu chet el ishlarni o'ngshaymiz deb yurib, eng oxir o'zimizmi shu bir tun ziddiyatning bir parchasiga aylandik hozir. Hozir mening o'zimni akilib 4 adamni bir yerga akilib, akama 4 adamga siz 5-chi bo'lib, chet eldagi ziddiyatni hal qiladigan bir tarafga yaqib qo'ying desa, men 5-chi bir ziddiyat bo'lib o'tirib chiqar hozir. Shu darajada bo'lib ketdi hozir chet elning ishi. Amaliyotda bizningki, ya'ni o'zimizningki ahvolimizni aytgan chaqda biz ziddiyatlash kerak, muxolifatlash kerak, o'qitishlik kerak. Hech qanday imkoniyatimiz yo'q, vaqtimiz yo'q, kuch qudratimiz yo'q, hech nimamiz yo'q bizningki. Yo'q bo'lgandan keyin hammamiz to'plashib bir yangidan bosh chiqarib, bir tanaydan ovoz chiqarib, bunda mangsak, albatta biz qili cho'ng ishni qila oldik. Lekin bizni qo'llaydigan hech qanday bir davlat yo'q. Bizni qo'llaydigan hech qanday bir partiya yo'q. Hech qanday bir chet el tashkiloti yo'q turib, o'zimiz qo'llamay, putlab, yiqitib, mushu bugungi kuniga akaldikki, andan keyin sizlardek mushundaq qahramonlarimiz chiqib, endi bizga qani iyi bo'lib o'tirib chiqgan nima bor degan chaqning o'zida olti tarafga tortdi sizlarni. Men bilan yaqin bo'lib to'ytag'iz gaplashsanglar, abbisi yomonlab sizlarga yaqinlashib oldi. Sen nima qilganing bilan gaplashding? Bak eski odam tursadi. Endi biz sen gaplashsanglar, men qo'pma. Shu eski odam bilan ham sizlar qaldingmi gaplashmagan, bilib mushunda qilib sizlarning o'zini topqandiyat yuzdigan bir vaziyatga to'g'ri kelgan chaqda sizlar bu ishga qilib qoldinglar qarindoshlarim. Chet elda sizlar emas, hozir 10 minglagan, 100 minglagan yoshlar, iqtisod egillari biz nima ish qilamiz, bizni qarshi yo'lga boshlayapsizlar deydigan vaziyat keldi hozir kelgan chaqning o'zida. Mana sizlarga bunday qilsa, mayolda mayli, men mayolda deydigan, yo'l ko'rsatadigan, yetaklaydigan bir narsa yo'q-da o'tirdi. Bu bizning cho'ng dardimiz. Endi hammamiz biz Beijingga ortiq qo'ymaymiz. Men qo'yib bersa, hamma ishni Xitoy idora qilyapti. Zadimish 4dan birsi joqsiz bu guylarning deb men mushtaqlam shu paraz qilib qora sug'abdim. Men bilmayman. Men qo'yib bersa, ammo insof bilan qaragan chig'imizda hammani Xitoy undaq idora qilavermaydi. O'zimizning qutqurligi, hasadxo'rligimiz, askiligimiz, bilimsizligimiz, nodonligimiz, ko'rolmasligimiz shu yetib oshchiqcha shu nachar illat bo'lganligi uchun Xitoy hech nima qilmasmi? Shundaq leliq bir yerning o'qisini chug'uvasi, hammasi vangishib chiqiblar. Bis chiqib, bijangishib ketganga o'xshashlar. Shundaq bir vaziyatda biz. Endi bizni idora qiladigan, bizni bir yo'lga soladigan bir kuchga ehtiyoj bo'lib qoldi. Endi men qaynab qalbim tushuntirib ketdim. Gapning o'ziga kelsak, endi 2020-yilgi xulosa degan chog'da bizning milliy da'vodagidek bir yigitimiz yo'q 2020-yilga qarta. Uni biz hech nima tushunmadik. Chet eldagi hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir rahbar hech qilib ketgani yo'q. Bu qachondan boshlangan ishning xulosasi desak, 2016-yildan 2017-yildan boshlab lagerdan chiqayotgan guvohchilarimiz, andaki chet elda ota-onasining urug' tuqqanlarining da'vosini qilib o'tirib chiqib, mushu so'qoqda dadam nerede, apam nerede deb o'tirib chiqib bo'lib minglagan yoshlarningki mushu qarindoshlarimizning jig'z yesining, ko'z yeshining xulosasi.
Uyghur kanunu ma'qullashi, Magnitskiy qonunini Xitoy amaldorlariga ijro qilishi, Amerika Uyghur siyosiy qonun loyihasini ma'qullashi hammasi shu 3 yilning yog'i, 4 yilning yog'i dad tukayotgan, qaqshayotgan fidokor shu guvohchilarningki har birisining ko'pisi bu umum yig'ilib akilib, andikan o davlatlar ig'vo'lla biz Uyg'urlarga. Xitoy nima qilsin ma'qul deb Xitoyninki balki manfaatni bundoq ketavermayli. Mayadi bir insonlar yig'lab yetibdi, malaning ko'z yoshini, malaning dardini anglayli deb, shu guvohliklarni yig'ib akilib, andikan shuni takit qilib turib Xitoyning ustidan bu qonunni ma'qulladi, bu qonun ijroatini yo'l qo'ydi Amerika. Shu nurg'unlagan qonun moddalarida, nurg'unlagan hujjatlarda shu haqqasinglarning ismi chiqdi. Haqqasinglar bergan guvohlikdan birer abzasdan gap chiqdi. Qalarning guvohlik berishda Xitoy bunda zulm qilgan deb turib, shu guvohchilarni asos qilyapti. Hech qachon qalarni bir rahbar, bir cho'ng tashkilot bizga bundaq raport tayyorladi. Uyg'urlarning chet eldagi buni milliy da'vo eqimi, buni bir cho'ng tashkiloti bundaq raportni tayyorlab bizga sundi. Biz shuni asosan sen Xitoyning ustidan gapni o'tirib yuvatmaymiz deb bundaq bir qilgan ish yo'q. Asosan yakki guvohchi, yakki qahramonlarimizningki qon, ter, ko'z yosh bediliga bir xulosa chiqdi. Bu xulosa nima deganda, shu Amerika Xitoyningki ustidan yurgizgan bir qonun loyihasini ma'qullashdi. Xitoy bilan Magnitskiy qonuniniki bir qancha ijroatlarni yurgizdi. 29 Xitoy boshliqlarga, 29 fabrikalarga jazo yurgizdi Amerika shu Magnitskiy qonun chiqarib bo'lsin. Bunun hammasi shu asosda bu milliy da'voni xulosa deyilmaydi. Agar buni milliy da'voning natijasi miya keldi deydigan ish bo'lsa, albatta u milliy da'vo degan narsa yetakchilik qilayotgan bir etim shu kollektivninki tayyorlagan rapor bilan bo'lishi kerak deydi u. Undaq bo'lmaydi. Endi bu tashkilotlarning yomon daramaymiz. Shu tashkilotlarni biz-bizini tillab, g'ajab yurib, yeni adam tatib o'zining nopozini tiklash uchun uni apir guvohliklar durib, buni apir bir yerga chiqib resim tushirib, mushunaq qilib yurib, ularni jiq paypetak bo'lib tarjimonlik qilib berib, mushunaq xizmatni qildi. Bu yaxshi. Ularning bo'lgani yaxshi bo'ldi. Ammo umumiy bir to'plashib bir kanaldan ovoz chiqarishga bularning kelmayotgani qasımlarınki rendişi elbette haqli. Bizim şundaq bir samimiy, sodda mushu qo'shig'ini bombani tinib meni vatanga mana desa, mana degan shunda pilotarlar chiqib biz chet elga chiqqandan keyin bizning chiqqan vaqtimiz sizlarning chiqqan vaqtingiz o'xshamaydi qarindoshlar. Biz oldinib chiqqan, biz chet elga chiqqancha, mana men oldinib chiqmagan bo'lsam 94-yil 8-22-kuni Urumchida portlab o'lib ketdik. Biz qolmaydik. Bizni qahramon deb resimizni bugungi kunda chet elga ko'tarib yuribdi. Biz shunda cho'ng bir planga qadam biz men qo'ygandan keyin shu chet eldagi bizga rahbarlik qiladigan Sharqiy Turkiston Milliy frontini o'z ko'zim bilan ko'msam, men mana ishni qilmayman deb qattiq to'sqinlik qilgandan keyin shuning bilan qochoq yo'li bilan bir guruh bilan chet elga chiqdik, o'tirasaga chiqib Sharqiy Turkiston Milliy frontida faqat 17 dona qiyra odamlar qurgan bir tashkilot ekanligini uqqandan keyin andan dotpandiyat deb bizni bir yetaklab mana shu fidokorlik qo'yishgan bir yo'l boshlanlar degandan keyin sizlar bolalarim bizlarni bunda qurbon qilmanglar. Chet elda biz Amerika, NATO bizga ega bo'lib Xitoyga qarshi bir o'tirg'i chiqmoqchilik biz bunda o'zimizni qurbon qilib bekordan-bekor u yerda portlab o'lib qilsanglar bizga faqat ziyon bo'ldi bolalarim deb shu O'rta Osiyodagi donliq rahbarlarning Yusuf Bey Muxlisi, G'ashir Vohidi, Muzaffarxon Qurbon degan shunday donliq peshqadam siyosatchi rahbarlarimiz va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati o'z vaqtida ministr darajali vazifa olgan shu rahbarlarning o'zi bizga tasalli berib, sabr qilinglar bolalarim degandan keyin bo'ldi, endi biz chet elda sepil yo'q turmaydi, men yo'qolib qoldi ekanmiz deb shu vaqtda qanoat qilib to'xtab qilib chet elda endi kim bir tashkil ishni biz shu Amerika, shu NATO bizga ega bo'lgandek bir tashkilotni o'tirib chiqaraylik deb 25 yil, 26 yil yoki shu ishni qilib bo'lamay eng oxirida haminatlayga kelib qoldi. Şuna bir qaldık qarindoshlar. Shu chaqning o'zida biz ma'qul degan bo'lsa, 98-22 kuni Urumchining o'zida 40 bo'lib tutdik biz. Portlatib bu yerlarni. Ochiqcha to'qqiz chiqib
Biz şundaq buluttuk. Biz şu 8-dan 22-nji günisi Örümçi şundaq kiysak, Qazaqistandan 20 ming kişilik muntizim qo'shin Sharqiy Turkiston Milliy frontining armiyasi havodan quruqlikdan bastırıp kirib vatanni ozod qildi degan oshunda yo'l yo'riq kelgachga biz oshuna tayyorlik qilib bo'lib aldılar şunu kömsek qilmaymiz. Men shu frontga chiqib mandekin hozirgacha vatanga qaytamgan odamman. Endi hozir sizlar vatanda tamom shakar tushib internetni ko'ra olasizlar. Chet elda nima bo'lgan, nima bo'ldi deb ko'rsanglar, butunlay yolg'on ko'ptirma gapni ko'rasizlar. Saxta tashviqotlarni ko'rasizlar. Bir chet ellik bilan resim tushib qolsa, bir boshlig'imiz etcho'ng shunda cho'ng bir tashkilotlar, hukumat, surgunlik hukumat deydigan shunda cho'ng narsalarni, voy milliy qurultay deydigan shunda cho'ng narsalarni etni anglasanglar vatanda. Ya Allah, zodi Amerikaning cho'ng boshliqlari bir resim tushib yetibdi. Acayip çoğun iş yaptı deysizler. Onun astı yazgan haberlerini görsenler, oy, vatan azat bulayı depti o da, üzerine ne çıktın plakla çıktı yavrular. Ama çeteli çıkan köydüler. Sizler nurgulluğun ministerler bilen hükümetin çoğun xadimler resim uçuştuğunlar, Aksaray'da Cumhuriyet Hanım sanılamaz. Şunda yukarı geldi, guvalıqını verdi. Şunda işler oldu. Bu, nahayeti ast karakterlik, yine derhal hal olmaydıgan ama vatandakiler anlasa, oy, zat işte yaptı o deplan. Aldamçılar aşılarını aldısa, mesela ben aldamçı olsam, Azerbaycan yukarıda kameranı çıkıp oturup, Akkasımanın Aksaray'da olduğun şu Nəh meydanını köştüp durup, bana teyya oldu, onda o süreçten kozgulunlar deyip, aşağı çakra çıkarsam, ben alğan qerendaşlar kozgulup etmem da. Oldu o işler, kozgulup gidip, ta Suriye'ye gidip kurbanlık ettik adamlar. 10 min alğan qerendaşlarımız beyramlık ettik. Yani çetlerde, maaşını kılmaya hainse maaşını kılmaya deyilgen tek adam yok. Bir rehberinin tayini yok, bir teşkilatının tayini yok. Ayadım biz çıkma ve hükümette batkan, mayadım biz çıkma prezidente batkan, halığını kız batkan. Şunçilik ilgisi yok. Hazır chat eldeki bu işlerin şunçilik ilgisi yok. Benim için ilgisi olmayın, benim için burada taşınıp gitti. Yani arkadaşlar, yine bir ketim açığım yapan öyle keptim var şu asli kayımsan buldu. Yeni yıl başlangan günüsü yaxşırak yapılan kesek oldu. Benim şu bizdeki derdimiz şu olgandı ki onun başı yaxşılık kılamayacağımız. Yani biz milli dava desek, magapın özü kendi çağımızda 2020 yılı milli dava diyen bir narsa yok. Onun xulası yok. Fakat abim degenimdek 3-4 yılın yağı yakimyaki faaliyet kılıp atkan, Xitayın üstüne şikayet kılıp atkan, özünün adı anısını vatandaki uruk tıpkallarının kurban beriliş bedeliga guvalık berip atkan qarindaşlarımızdaki emgek neticesi bu. Bugan karşı bolsa, ona hamda hammamiz bilamiz, Amerika Uyghur Siyasi Kanunu ma'qulladi. Ondan keyin Magnitskiy qonunini ijro qildi. Ondan keyin pulning o'rnida majburiy ishlatgan Uyg'ur emgakchilariniki davası o'tirib chiqdi. Bu to'g'riliqmi nurg'un yaxshi bir natijalar qo'lga keldi. Ama dardimizga nisbatan aytgan chog'da bu ishlarni izlab ketgan qushliqqa yamoq bo'lmaydi. Bizning dardimizga nisbatan aytgan chog'da. Ama 2021 yılını bir çoğun birleşiş, bir yol qilishga albatta biz bel bağlashimiz kerak. Bir çoğun birleşiş yılı buluşqa. Mayli bu zaten qaysi rehber başlık olsun, zaten qandaq bir noinsaf bu işin mas'ul olsun, zaten birleşiş, bir bayrak astı toplaşıp çoğun bir merkez şekillendiriş yılı qilishqa qarindaşlarımız yaqasınlarınki muşundaq gapları bilen, bugün muş ekranda olduğum bu gaplarını qarindaşlar katta boşluk koymay, her qıtınlıq bir işranga çıkıp söhbət ötküzüp qaysanlar, bir minut gap olay dep turib, muş şikayetlerini oturup koysanlar, muş insafsızlar bir yerden anlap qalsa, bir azraq bir adamın terisi olsa, bir yürüki bir tegsə, acaba emas, bir yaxşılanıp qalsa. Doğru. Hemşe to'xtab qo'y hozir deb Doğru. Endi Abdurrahimjon uzun bir tarixni xuloslab o'tdi. Mashkanlar shu chiqqali uzun bo'lmadi vatandan. Endi bir selishtirma bor-da bu yerda. Masalan, men 20 yilda ishibdi vatandan chiqqali, Abdurrahimjon shu. Bizmi ayni vaqtda shu sizlar o'xshash hissiyotda edik. Sizlarga endi nihoyat mudhish bir vaziyatni beshinglardan kechirib chiqdinglar, ammo gerçi 20 yıl avval vatanniki ahvoli hozirgidek ig'ir bo'lmasimi, ammo boya Abdurrahimjon tasvirlagandek bir tal sarangdan tashlasalar kuyilib ketadigan holat edi-da. Ammo hozirgi holat endi Xitoy rasmiy qilichini
ko'tariblar, bu millatni yo'qlik o'taman deb ochiq oshkora sakrab chiqqan bir davrda sizlar shu vatanda edinglar. Ya'ni lager u o'lim lageri. Bu normal lager deyishmamiz, u o'lim lageri. Masalan, bizmi shu 2017dan boshlab aloqalar uzilib qolgandan keyin nima bo'lib ketdi, bu vatanni tuvoqlab oldi bu Xitoylar. Ya telefon aloqamiz yo'q, ya xat aloqamiz yo'q. Bir ish qilyotdi bu kofirlar deb gumonlandik, ammo hech uchur chiqmagandi. Oxiri Ömer Efendim başta chiqdi. Ondan keyin Amerikadagi Mehrigul Tursun, ondan keyin Zumrat va boshqalar shu ash ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar chiqib, xalqaroda guvohlik bergan boshlangandan tortib, sizlarning og'zinglardan ashu turmaning ichidagi, ashu vahshiy turmaning ichidagi ko'rinishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rgandek bo'ldik. Onun oldida biz tasvirlagan to'q, cho'qim mushtaq bir ish bo'lyotdi deb tasvirlagan to'q, ammo biz ko'rolmagan to'q. Sizlar suratlab berdinglar, tasvirlab berdinglar, biz o'z ko'zimiz bilan ko'rgandek bo'ldik. Biz o'zimizni apaysak ayni vaqtda vatandagi zulmni dunyoga anlatimiz degan bir orzu bilan chiqqan. Shaxsan men axborot ishladim, televiziyada ishlaydim. Hamma nimani tashlablar, u yerda vatanda mumkin emas bu Xitoy bilan qilqagan shu ilardan pichoq tiqishib bir-birimizga birini qilyotganlar. O'ylab ketar ekanmiz, uni qandan mamza bir o'rganibdimi, 10 yildan ortiq muxbirlik qilish jarayonida vatanning hamma yeriga bir nurg'un ichinishli ahvollarni ko'ribdimi. Men chiqib bir chet elga shu xalqaroga bir anglataymi shuni degan bir orzu bo'pti. Ham sizlar bo'lsanglar, men o chiqqandagi his qilganlarimni hozir demay turman. Sizlar bo'lsanglar bir o'lim lageridan chiqdinglar. Agar sizlarning bir chet elga bog'lantinglar bo'lmagan bo'lsa, balkim sizlarmi chiqolmaydinglar, bu vaqt balkim o'lib ketgan bo'lardinglar. Chunki az bo'lmagan odamlarimiz o'lib ketdi u yerda. O'liklarni tashlab berdi-ku. O'tirib chiqaryapmizmi, shu lapangishib qolgan, o'lay deb qolgan holatda chiqaryapti. 2-3 hafta o'tmayli o'ldi, nurg'un odam o'ldi. Bu amaliyotda shu Nazi Germaniyasi davridagi lagerning o'zi hatto uningdan vahshiy. Ular gazga tutib, pilomot tutib o'tgani bilan bu Xitoy asta-asta o'tirdigan, ya'ni pilomot tutmaydigan, ammo asta-asta o'tirdigan shaklni qo'llanib o'tiryapti. Ya'ni butun millatni yo'q qilmoqchi bular. Mayli Uyg'ur olsun, Qozoq olsun, Qirg'iz olsun, O'zbek olsun, Sharq Turkistonning igisi bo'ldimi? Shu yerlikni hammani yo'qotmoqchi. Hamda men sizlardan bir narsani bilib boqim keladi. Hamda sizlar shu ajallik turmada qiynaldinglar. O'tning ustida ko'ydinglar. Shu chaqda o'ylagan bo'g'aytinglar, hey isit bir kunlar kelib, mushu chet elga chiqish, erkin dunyoga chiqish fursati bo'lgan bo'lsa, mushu dardni qanchalik anlatayotgan bo'lardim degan bu orzu cho'qim bo'ldi sizlarda. Albatta. Oxiri chiqdinglar. Chiqqandan keyin necha yil bo'ldi, Allohga shukr. Bütün millatning anlatamayotgan dardini sizlar anlatyapsizlar. Ammo bir narsani so'ragim keldi sizlardan. Sizlar kutgandek natija beryaptimdi. Sizlar kutgandek to'liq anlata oldinglarmi dunyoga bu dardlarni? Ben sizden. Kechiring, men gapingizni tortib oldim. Men BDTga ajoyib ishongan, chunki xalqarodan BDT ko'proq qiladi, butkul sahiya, shu amallik, odam huquqi, shu mustaqil bo'lgan mamlakatlar ishlar. Men ham shaxsiy o'zim ko'z qarashimda atam rahmatli shu mishan o'lik qilib yig'ilib qo'shishga vaqtimda men shu turmadim degan bolalar sizlar bu yaxshi mumkin emas. Qanday qilib bu insonlarni hammamizni bir bu narsa insonlar zanjirida bog'laydi. Men cho'qim chiqqani bu, men to'xtatmayman bu ishni. Men Bejingga boraman. Bejingda bilmaydi bu ishda. Shi Jinping bunu degan bo'lsa, bu da bo'lmaydi. Bu Xinjiangga degan malg'ona qatqa ish bu da bolalar degan bular ham hukumat ishlagan, pensiya chiqqan inson, sen bilsa, qo'l ichiga egiladi. Sen Bejingga berishaman, u yozing mana 15 kunda sen Almataga chiqib, aslida bizniki xonimni shu chog'dan boshqasini panohlik tilab, BDTning qarorlariga bilishimda tashlabki, inson huquqi markazi bor emasmi? Aşağı nima qilsa, shu orqali bir ish bo'ladi bola. Bu zulm burunqidan qattiq kuchayib ketdi bolam. Hatto bizda pensiya chiqqan insonlarni har haftadan bir bayroq chiqargan chaqiryapti-da. Men mayliqo maoshga nima kesversan, men bo'lmay yetama bolam deb deyishgan shu chog'da-chu. Shuning bilan bu BDTga chiqib, 3-chi yilga o'tgandan keyin ish boshqacha bo'ladi deb o'ylagan. Amaliyotda uning bir quruq jazo,
bir Xitoyning xizmatini qiladigan bir apparat organ aylanib qolgandan shuni tushundim. Yanala hammadan cho'ng umid o'zimizniki. Uyg'urimizniki. Ya'ni bundan keyin qiladigan ishimiz nima ekan desangiz, men shuni o'ylab yetdimki, shu eng hozir AT o'qigan bolalarimiz Yaponiyada ajoyib isl bolalar bor. Amerikada ajoyib isl qiz o'g'illarimiz bor. Mishadami bor, Gollandiyadami. Biz nima uchun shunday bir ilg'or AT o'qigan bolalarimizni kompyuterda hamma narsa kompyuterga kontrol qiladi hozir. Hakkalarni o'g'irlab chiqdi mana ko'lida ketib qolgan qarindoshlarimizning nimasini. Shuni o'xshash biz nima uchun ashlar qilmasqa? Bizga dalil isbot kerak hozir. Da'vo qilish uchun. Birinchi bo'shni qilsa, ikkinchi fizik o'qigan ajoyib bolalarimiz bor ekan. Hatto atom tadqiqotlar qatnashgan bolalarimiz bor ekan ilmlik. Bu ashlar bir sharoit iqtisod ashlar hali hajlimay biz qachongacha nimaga hajlab yuribmiz tushunmadim men. Bu ikkinchisi biologiya o'qiganlarimiz bor ekan. Aşı yığılab turib, men dardini aytib berdim. Aka, maş Xitoy qilgan narsani hozir mana o'zing ko'ryapsiz. Shu dunyo urush qo'zg'ash oldi turibdi. Xitoy allabirun bakteriya urushini qo'zg'adi. Shunday bir fursatda biz nima uchun dunyo titirkida bir ish qilmaymiz? Biz nima ish qilaylik desa biz mumkinlik yo'q. Ya'ni gapning oxirgi mazmuni shunga kelib to'xtaydi dollarga. Money to'xtaydi ekan. Men shuni tushunib yetdimki, buniki asla bu davom o'z yo'lida qilishlar birga o'zini bir yaxshi bir iyilik tiklashga tirishmasam bo'lmag'idek. Bu bugun azat qildigan, bugun olan yo'lga erishgan mumkin ish emasga. Ash so'zning oxiri yana hammasi qilaylik desangiz, mo'shtaga berib taqishib qoldi ekan, pulga berib taqishib qoldi ekan. Bizda bu davomni qo'llaydigan eng chong millionerimiz bo'lmagan ekan. Ularni to'liq qo'llab mumkin zerikkan bo'lishi mumkin. To'xtab turamiz davom ishlar qilishda. Men bilsam Qozog'istonda shu million yo'llaydi shu chet elga. Mayli qurultoy yo'llaganman, mayli bir şey yo'llaganman, ish qilib yo'llaganman, uni ismini demayman, bilmayman, so'ramayman. Onun jadallari o'tganda bo'ldi. Bu iqtisod bog'lanish ish ekan. Shuning uchun men agar iqtisod to'plashga bizdan nurg'un qarindoshlarimiz mana so'zlarni bergan, hatto Kanada, Bamisam Kanadadan, Amerikadan, Yaponiyadan shunchalik bir o't yurak qarindoshlarimiz bor ekan, tijoratchilarimiz bor ekan. Bu shunday bolalarni qo'llab-quvvatlaydiganga, haqiqiy bir unum yaratadiganga, qajaydiganga tayyor bo'lgan bolalarimiz bor. Hozir bu so'hbat qadam 15 ga jasorat efendim. Bu o'ylab boqing. Hozir hammasi ümidsizlik içi yaşab ketibdi. Men shuncha umid bor hozir. Biz o'zimiz qo'limizdan kelganda ishni qilsak, bu cho'qim o'lik erishtira olamiz qarindoshlarimizni. Shular qarindoshlarimiz o'lik erishtirib turib, bu azatlik ishiga aniq tutish qilmasak, chet eldagilar bu o'ziniki hayoti, mashinasi, uyi, Turkiyada uylar, sayohat, shaxsiy yo'llar tugaydi ekan bu. Men boshqa demayman. Umidni bularga bog'lamayman hech qachon. Umidni o'zini bog'lab, aniq shu vatan qarindoshlarimizga Xitoyning yurgan taraqqiyotga bir zarba berish uchun 2021-yilda zarba berish yili qilib bekitimiz men Alloh. Men qo'yib bersam 2021ni Xitoyga ajalik zarba berish yili qilib bekitishni men xohlayman. Bularni Abdurim siz bizdan cho'ngmi tang tushib ishga emas. Ben çoğun sizdim. Abdurimka bu bular men kerak emas. Va bular umid ortmayman qarang. Zarba berish yili qilib bekitib bilishamaydi bular-chi. Rossiyada qilsam bizni Qozog'istonda bilishamayapti-chi. Mustaqil mamlakatimiz bor-ku. Şunu özü bu kelmegidek, o tarixning bir kelmegen narsa pastga, o Yahudilardek undaq bir muntazam nimaga anglashimcha shu vaqtda ashlarmi kelmeganmishlar. Biz kilimiz inşallah. Ümitni onda üzmeymiz. Biz kilimiz. Biz kilimiz. Bana işim ben parvayın palayma aşı vatani qarindoshlarimga, aşı o'tiraylarniki. Shuni hozir ko'rayotganlar g'uj vatan, g'uj millatim deydiganlar ko'ryapti shu ma'nosini. Qıvatqanlar, da'vo qıvatqanlar hammasi vatanini so'ygan, millatini so'ygan, oilasidan so'ygan insonlar chiqyapti. Chiqadigan inson desangiz, ular na vatan, na oila, na qarindosh, ular shaxsiyatli bo'lsa bo'ldi bu insonlar. Chunki ularni birlashtirib demay, biz o'zimizga cho'ng mas'uliyatni yuklab turib, o't yurak qarindoshlarimiz Abdurahmon deganda shamimiz, dinimiz barini atalaydi ular-chi. Jannisi, jan, fuldus pul hamma beralaydi. Bizdekiler. Ben demeydiğler ki bir çıkmış Facebook oturup gayret kılgan, dastlab oturup kötü kılganlar, demeydiğler, çıkmaydiğler gayret kılıp oturdu. Onun için biz işlerinde işimizi kılıp çıkaraylar, keteveraylar. IT mamalarını kollab kuvvetlayli, fizik okugalarını kollab kuvvetlayli, kimya okugalarını biz aşağı bir şarait hazırlaylı. Aşağı bir pulu sapakaylı biz. Bana qilib baqay, mana qil deb. Hamisdan jazisi pul kaşı. Ben şunu pul Rasaksa pul tepişte oylaştım. Bu dava işte en adi misal benim bir davamda bir şey
Amsterdam'a daha berip kelişim 60 euro oylap bakın. 60 euro bu diyorlar. Benim maşinam yok. Benim maşinam ne bırak men mümkünlüğüm yok hazır para almagan ekan. Bunun için hem de baş bu hak kopar benim pulum belirtme yapırsa bu namus işken bu. Onundan bu ben tilim altı açıp çıkıp günüp kulum güldek hünürüm be her bakallayım ben her bakmasa asfaltçılık aşkan açıp aşkan nim kılıçıp sayar işini nima qilsam bir ilgili tiklash tirishib hem davanım qo'shimcha qilib bu shuni shu qarorga keldim qardoshlar men buni axir davlat soldim buni asli demaydim men davani chekinmayman bu davani chekinmaslikda bu yana har uzunat o'tkazib qarandashdik ayrim ifkam bu iqtisod masala hayotchilik umr surish uchun bu baribir yana asta hayot ashak majburlaydi ekan shu yo'lga nima ish majbur bo'ldi ekansiz To'g'ri, endi men deb o'tsam, men vatandan hozir shu toza qaynayotgan qozondan xuddi bir temim suv tomchib qozonning sirtiga chiqib ketgandekla men bir chiqib qoldim sirtqa. Lekin men vatanda endi butun mushu bizning Uyg'ur musulmonlarning Uyg'urlarning endi qandaq umidi bordi chet eldagilarga desanglar biz xuddi haliqi hukumat ozroq bo'sh bo'lib ozroq ancha muncha bir odamlarni yo kasal yo uchi buchi deb turmadan chiqib yoki bir munosabat orqali bir qo'yitilib birasi endi mingning ichida birasi masalan manga o'xshash shunda chiqib qolgan bo'lsakmi endi hammamiz degdek ashida aytdik chet eldagilar xil mudirlabdi bo'lmasa mana hozir xil yaxshi mana o tekshirishmi yo'q ma tekshirishmi yo'q deb ketamiz biz hisobda endi vatandagilar butun umidimizni mush chet eldagi uyg'urlarga qaratib bular xil harakat qilgan o'xshaydi biz uchun mushlarning qilgan harakatidan biz xil bo'shadik degandek endi butun umidimiz shudir hatto men vatanda bachaqda shu Mehrigul Tursunning guvohligini biz bildik hatto balki menikini bilgandim shu chog'da hattoki aholi o'ltiraq rayondan bizga buni tillab maqol yozishni hatta buningki undidarninki bir saloniga chiqadi bu qizning rasmidan tortib hukumatni qarlagan degandek shuning bilan men endi bu ishdan shunda endi men ham qo'shnilarim ham do'stlarim bundan qo'shildiqchu endi hanim bo'lsa bu yerdan hech qanday xabar chiqolmaydi bizni yaxshi deb u chet eldagilar bizning ahvolimizni bilmaydi ammo qiz bola chiqib deyalabdi deb shu kundan boshlab men butunlay shu turmadan chiqqandan tortib yo'ldoshimga dedimki unda men ikki tal xishni qo'yib bir tal qozonni qo'yib men bir tomoq etib uch balam yo'ldoshim yenimda tursa rozimanki menga bunda dachi uyamma lozim emas mashinamma lozim emas mening ko'nglim to'q hosil bo'ldi meni nimani musa chiqib ketsa sirtqa dedim shuning bilan bu pasportga yo'l mengib oxir bir yerga kelgandan boshlab oxir ozroq umid bo'ldida endi pasportni ola oladiganға hatto Pokistonlik konsulmi bizga kepillik berib keldi degan hatto qulamda ko'rsangiz qanchanchisilar berib qanchanchisilar keladi deydigan qog'ozim bor mening shuningdan tartiblab men isbot to'plashga tirishdim hatto shu qanday ya bo'lsa rasm tortib qanday bir ideyasi o'tmaydigan xitoyning ig'ir bostirishlarni rasm tortib bu ishlarning hammasini men isbot bilan so'zlashni o'ylashdim chunki men cho'qim chiqaman chiqqanda mush bir partlaydiganim partlashni ko'nglimga fikirda chiqqanman men chiqaman cho'qim mush narsaning hammasini isbot qilaman deb ash mangallı adamdan bir narsani yo'lga silib o'zim ash pasport bilan chiqdim qo'rqmay andan keyin mushu chatalga chiqqandan keyin sizlar hozir diqqat qilyapsizlar keyin tang endi sizlar vatandan burun chiqib ketgandan keyin xitoyda qandaq atlar bor qandaq materialni qa'atdan ko'gildi nurg'unlaringlar hozir ko'ryapsizlar butun Facebook'lardami men isbot bilan so'zlayli xalqarani isbotimiz bilan hikoya aytib bermay xalqning hikoyasini burungi zamonda bir podsho bo'libdi bo'lmay mana burungi emas hozir bir podsho botdi degandek hikoyani deyli xalqqa hikoya aytib berganning foydasi yo'q deb butun mushu diqqat qildinglarmi mush Facebook'mi hozir shunday yaxshi mengyapti bir narsa chiqarishimga uni bir oz bo'lgandimi 200 odam birisiga taqib endi hisobda shuning o'xshash endi men birinchi tutgan ishim buni har qandaq guvohlik bilamdi har qandaq bir
so'zlagan so'zimizni isbot bilan deylik. Bu chaqda texmo manda bo'lgan mana rasmiy videosi. Mantilik adam palayir ishlayapti deganda mana ko'rdingizmi? Ma Uyg'urlarning eshak sig'iyotganini. Eshak suti zavodida manchilik Uyg'ur ishlaydi. Yoki manda zavodda manchilik Uyg'ur ayollari bekarlik emgak kuchi bo'lib ishlaydi. Bularga manchilik maosh urdi, falon yer ishlaydi deb hikoya o'qib ular qilgandan videolarni, rasmlarni ko'rsatib, mushundaq isbot to'plashni men birinchi o'ringa qo'ydim. Hatta har qanday odamga isbotlar so'zlayli deb. Shuning uchun endi vatandagi gapimiz qayib ketib qoldi. Vatandagi Uyg'urlarningmi, vatandagilarningmi umidi biz. Umidi biz. Ularning ovozi yo'q. Menmi Amerikaga chiqib shu bir mezgil qo'rqdim. Chunki men kap bo'g'uchilik shu Xitoy saqchilardan telefon kelib, og'zingni yum, gap qilma, gap agar chiqib ketibsa bo'pti, lekin ashar gap qilmaysa, qilib qolsang uydagilarni bilsang degandek takliflar kelgan vaqtidami, men bir oy ash xabarimni berib bo'lib, yana qo'rqapman. Bo'ldilar, dadam yoshga cho'ng bo'lgan, akalarimning kichik bolalari bor degandek qo'rqdim. Qo'rqqandan keyin bu menga birdan bir dastak bo'lgan mening yo'ldoshim. Unda qilmang. Ularning ovozi yo'q. Sizda hamma materiallaringizni tayyor qildingiz. Mushkuvallik berman deb. Birinchi millatingiz yo'qotdi. Ikkinchi siz musulmon yo'qotdi. Musulmonlarni bular bek izvatdi. Siz mushunda qarab tursangiz, siz qanday bu dunyoga Allohning oldida qanday borasiz? Degandan keyin bu nechiqatam manga davirib, unda qilmang. O'zingizning millatini o'ylang. O'zingizning diningizdagilarni o'ylang. Bu bunda qilsangiz siz bu bo'lmaydi, islom diniga to'g'ri kelmaydi bu deb qayt degandan keyin men o'tirg'a sakrab tushdim. Demisimi biz endi yangidan chiqqandan keyin bizda hozircha sizlarga o'xshash yurak bo'lmaydi-da o chaqda. Demisim uyimizdagilarni o'ylaydi ekanmiz. Bizning hozir eng ojizligimiz Xitoyning bizni ojizlashtirayotgani biz bilan ketkizmay gunohni. Men gunohkor bo'lsam, men Xitoyning hisobda men endi bir og'ir gunohkor adamman men hisobda bir hozir vatanga berib qolsam, itlib ketadigan joyimda bir jinoyatchi hisobda men. Men bilan ketmay, mening akam, ukam, enim, singlim, dadam hammasini tortib ketadigan ishlar bu Xitoyniki bir cho'ng bir bizga sağan nimasi. Agar unda bo'lmaydigan ish bo'lsa, nurg'un qahramonlarimiz batdi. Unimi to'g'ri tushunaylik. Balkim ular ota-onasini o'ylayotgandir. Lekin qo'lni kesmagicha qon chiqmaydi degandek, bu da'vo yo'lida haqiqatan endi siz cho'qim bir qurbonlik berishingiz kerak. Cho'qim shu xalqingiz o'ylashingiz kerak. Xitoyning yana bir ojizligi shu, xalqim sizlarga deb beray. Bular o'kirgandan, haliqi jim turib olganda, texmi bo'zaq qiladigan. Oldiga sakrab chiqib, butun xalqaroning oldida qo'rqmay, mardonlik bilan diyalisiz, texmi oilangizlarga bunda yaxshi ishlarni qilib qildigan, shunda bir nimalari bor. Hattoki men vatandagi vaqtimda nurg'un Uyg'urlar ba'zanlarni chet elda tuqqanlar balani qo'yibdi degandek gaplar bo'ldi. O chet elda tuqqanib shuni qo'yibdi degan gaplarni ma'lumdik hattoki. Shuna muhojiratdagi butun millatimni mushu guvohlik bermaganlar guvohlik berishga, bergandimi qayta berishga, har qandaylarni qayta urug' tuqqanlaringlar uchun guvohlik berishga undayman. Anadan keyin qo'rqmasliginglarni, anadan keyin birlashishinglarni, ittifoq etishinglarni tilayman. Vatandagi Uyg'urlarning umidi birdan bir biz. Biz muhojiratdagilar. Chunki biz yangidan chiqdik. Ularningki har qanday izilishi, har qanday nimalari biz o'zimiz ashlarning izdak so'rig'ini qilib, xalqaroga mushundaq yaxshi guvohliklarni berib, men vatanda yangidan chiqmasangiz-mu, siz ota-onangizdan urug' tuqqanlaringizdan tutilib ketgan, kirib ketganlarningki izdak so'rig'ini qilib, siz ashlarga guvohlik bering. Shuniga guvohlik bering. Maqsad u yangidan chiqdi, hech qanday ishni bilmayman, lager bormi yo'qmi, yo anda-manda nima uchun guvohlik bermaymiz? Hatta urug' tuqqanlaringizning guvohligini bering. Xalqaroga buni qo'zg'ang. Mushundaq gaplar orqali mushunda urug' tuqqanlaringiz rasmlarini ko'tarib chiqib namoyishga, bunaqa qatnashing. Yanada deydigan gapim 2021-yili endi hammamiz yanada shu birlashib, guvohliklarni jiq berib, har qanday ish vatanning umidi biz, so'zlaydigan eg'izi biz, ular gap qilolmaydi, so'zlayolmaydi. Ularning har qanday nimasi biz umidi. Bir narsani sizlardan so'ramoqchiman. Sizlar chiqqandan izchil
guvohlik berib qolyatsizlar. Boya bu so'rgandim, yana bir takrorlasam. Bu mushu vatanning davosini aynan anglatish jihatda baya Ömer Efendim degandek iqtisodning masalasi bor, ham tilning masalasi bor, terjümanlıkning kam bo'lishi masalasi. Mushlardan boshqa masalan bundan keyin hamda albatta Ömer Efendim o Gollandiyaga yeng keldi, u yerda tilni o'rganib bir tasab turvag'icha bir mezgil ketishi mumkin, ammo bunda ichida o't qaynayotgan odam hiçbir zaman bu dava sepidan ayrılmaydı. Onun için nima? Ama şu davani sizlarga o'xshash shohidlarimiz anlatib qo'yatdi. Bay Abdurahimjon dedi, shu sizlarning natijalar bu. Hozirgacha xalqaro mushta qonunlarninki tasdiqlanishi bo'lsin va boshqa jihatda. Endi sizlar tafsiliy qiynalib shu davoni to'liq anglatish jihatda tafsiliy qiynalib biz bilmaydigan, biz anglab qilishga tegishli masalalar bormi masalan? Bor. Tercüman meselesi. Yani şu tercüman meselesi. Meni endi hozirga qadar 80 necha qitim intervyu beribdi men. Her bir qitim o'xshamagan davlatlardan vaqt o'xshamaganligi uchun ba'zida kechilab kech soat 3da 4da men intervyu berib, masalan ba'zan davlatlar biz uxlaganda ular qo'pidi ekan. Masalan Aumandagilar Şangangda muxbirlar hattoki ashundaq. Men muxbirlarni cho'ng, kichik yoki mavu odatdagi muxbirga va yoki odatdagi radioga yarmiz anda deb baxmadim. Hammasiga bir adam anglasa bir adamga deyman dedim. Hatto tunugan bir inimiz aşı debdi, Zumratada sizning jiningiz to'mimi deb. Kanadada bir muxbir meni ziyorat qildi. Qilgan vaqtida ovoz sufati yaxshi emas, qaytadan qilgan bo'lsa debdiki, "Yiliqi bala yiliqi" debdi. O hadimiz 3 saat sana yig'ildi vatanlik ishini deb. Necha saat og'riydi. Sen bu ovoz sufati yaxshi emasga deb uni yana qayta yig'iltamsa, bu nima qilganingiz kechirim so'rab ketibdi. Shu bola menga telefon qilib, "Acha, bu ayol deydi, yana qaytadan intervyu qilamiz deydi sizni" deganda, men tuzlam dedim. Ukam tercümanla bo'lsa men so'zlab berishga rozi desam, meliq bola, "Oy Zumratada siz jiningiz to'maykanmi? Sizning 4 soat yig'ildingiz, bu o'zining mas'uliyatsizligi. Siz 4 soat yig'lab bersangiz, buning hech qanday bir yana ovoz masala bor deb sizni yana qayta qilyotdi" deb. Endi bizga birdan bir hozir qiyinchiligimiz bizga hozir tercüman demisimi bek tez to'xtatdi. Ba'zida tercümanlik qilgan vaqtlarda telefon qilib ba'zilarga "Menga tercümanlik beramsiz" desam, "Uning vaqtim yo'q, buning vaqtim yo'q." Endi men yangidan kelganda Amerikaga kelib, endi bir til o'rganay deb maktabga tizilib qo'ysam, birdamda u maktablarni taqilib qoldi. Uyda o'rtaga ayol kishining men kompyuter qarab bir narsa o'rganaman deganiga men hayron qolaman. Chunki uyda o'rtasingiz buni o'g'il pulamankiz ayol kishi. Yine balla aniq bitib qolgan, yine tamoq etmasomagan, shu bir yerga muntazam berib o'rganmaguncha bo'libmi men o'g'il pulanmadim. Chunki mening tamoqimni yetib turadigan va yoki men bunda qilib turgan odam yo'q. Hamma ishni o'zim qilishim kerak. Bu tercüman masalasi bak aniqi nim to'xtatdi bizga. Bu tercümanimizni hech bo'lmasa tashkilotlar o'ylashsa bo'ladi. Biz anglitib berayotgandan keyin biz tashkilotlardan biz yordam pul talab qilmagandan keyin biz Uyg'urning davosini anlatib sizdan haq olmadik. Bizga faqat hech bo'lmasa tercümanni bo'lsinmi? Bizga taqib bering. Biz so'zlayli. Biz o'zimizning millatimizning davosi bo'lgandan keyin, u ko'pchilikning ishi bo'lgandan keyin biz so'zlayli. Gap qilishda chatoq yo'q, lekin mush tercüman masalasini bo'lsinmi, mush tashkilotlar, nurg'un tashkilotlar bor ekan-ku, shu tashkilotlar bo'lsin, mush tercümanning ishini hal qilib bersa, deydigan umidim bor mening. Ömerkam. Bu dava ishlarida shu men asos cho'ng medialarniki nimani qilgan vaqtlarida endi tarjimonlar qanday tarjima qildi biz o'tib hech qanday nima yo'q. Lekin baribir shu tarjima masalasida jiqnas xatolik bo'ladi. Chunki bizning ichimizga hissiyotimiz narsani bu siyosiy atoqlar bilan yetkazish tasarak. Sizlar bizga hozir bizni atrofimizda Xitoylarga masalan shu o'tirasliklar desa, his qiladi deb tushunaladi. Chunki bevas ashlar bunda aloqa qilib boqqan, bir zarb yap boqqan, bir va hokazo deganda u ko'rgan ashlar berib. Bu insonlar biz bu degan narsani 10 yig'iz parangdagi 4-5 yig'izni anglasimi, qolgan his qiladi, tushunaladi. Amerikada yashaqanlar ko'zlashni qanday iqtib ketdi. Nima Amerikada mana bizga shu vatan yashagan chet elliklar qanday yig'lab ketdi. Bizning so'zlarimizni anglab bo'lib his qiladi shu narsani. Chunki ular ko'rgan ayolda. Lekin boshqa insonlar hozirga qadar bizning o'zimizning qarindoshlar ishonmaydi. Sizlar ishlamsizlar shuni qilmasdan desa, Müşer hazır 10-20% her bir memleket açan insanlar var ki asla mümkün emas. Asla mümkün emas. Özümüz kireştiremeydi insanlar.
boshqalar deygan vaqtimizda eng oddiy lagardagi bir fotolar ashla bir dalil bo'ladi bizga shu degan narsa bilan bevas yoshlarniki ba'zi narsa ta'sir qo'zg'aydi ham ba'zi ajoyib cho'ng ig'ir masalalar bor uni ichida biz ko'rgan ash insonlarga u qarindashimizniki akisimi inisimi bir ketgan bir og'riq bor bir bola bor o'shunda og'riqlar ana shu intayin biz bilan ayollar tarafida bormi yo'q bilmayman erlarda shundoq bir xil o'sib ketgan chunki ana shu degan dorilar bilmaymiz biz nima doriga qat'iy rad qilgan yardi bas og'zimizni savilab ko'z turib yutib olgan qilib buni o'tgan bular bir amaldan qilib tukirib chiqaribmiz ba'zi kamerlar u mumkin emas undan o'shirib qilishni yegizdi masalan palayni tiqib bunda bir qo'lga kirgizilgan palay bor og'zingizning ichiga tilingizning ostigacha tiqib bunda tekshiraydi shuning uchun boshida ig'ir masalalarni mana shu muxbirlar ayni vaqtda millionchilarnikiga dalamadim Qozog'iston vaqtida chunki ben cho'ng ishlarni deyishman dedim sizlarga chiqishlarni dalamadim men yomon ig'ir masala bor men bu yerda hozir mana sen so'zlayman deb sen bilan telefonni ko'rishgan boshlab tutishib boshladi hatto ularni o'ldirib o'tish mumkin shuning uchun men chetda chiqqanda deyalayman shunaqa masala bor deganniki keyin yana ular shu Turkiyaga keldi BBC'ning keldi ashlarga ananikin Amerikaniki hammasiga ajoyib cho'ng ichki ahvoldagi shu vaqtlarda mana bakteriya urushdan bo'ldiqqa bakteriya nimalar tadqiq qilyotdi bular Yaponiyaning ayni vaqt 731 ishlayga o'xshash chuqur mana shu ahvollar bo'lishi mumkin bizni ashada og'riq bo'lganlarni narxlarni bo'lganlarni yutkab ochib ketdi ayrim qilib turdi bizning ishimiz ajoyib g'alati o'zgarishlar bo'ldi men o'shimdan ketdim uning uchun bir qatam bunda bir xil dorini berdi o'lsam o'lay deb shuni yedim yegizib turdim shunda normal qilib ketdim va uzun yashamasligim mumkin deb degan uchun shu ahvollarni o'sha ishlarni deb Amerikaning maxsus bir nimasi kapti bu qarabi odamdan alatdirki asli bilsak ma'qulda shu masalada shuchalar degan bu mashtaba ish bo'ladi do'stlar sen bu ajdam sizlar sal qaramanglar shundan o'sha partiyga qarab turasizlar keraklar bu hukumatlar o'zini hukmronlik o'rnini saqlab qolish uchun partiyada hozir bakteriya urush qo'zg'alib qoldi hozir xalq biz xalqlar bilmagan bilan siyosatchilar biladi buni mamlakatning rahbarlari biladi bu ishni bakteriya urushini qo'zg'ab qoldi unsiz urush bu ko'ringlar oldimizda shunga biz endi unsiz urushda baribir sizlar bizlar o'tirayliklar qizlarimiz o'g'illarimiz yana ketamiz-chi hozir pasportlarimiz bor Qozog'iston orqali o'sha nima tibatlarniki ishlar o'zini ko'ryapsizlar yaxshi yo'nalish qilib ketib bordi kirdiganlar ish ichiladi bizga amina-chi Xitoyning zarba yegan ya Shi Jinpingni o'ldirib tashlab uni o'rniga demokratik bir Xitoyni chiqarib Afg'onistonniki demokrat huquqini burun qalatga 80-90 akallar bilan yana ishlarni qo'lga qilib qolamiz va yoki bir boshqacha bir holatda o'zgarib qoladi agar urushli 3 yil mobaynida urushli bo'lsa shu chog'da bizniki o'ligimizni mustaqillikni qo'lga keltirishda chuqur bizniki chet eldagi hamma shu o'rta Osiyodagi nurg'ulon qarindoshlarimiz bor biz tashlab qo'ymaydi hammasi biliklik bu kim degan bu etiketdan Uyg'ur tarixi Uyg'ur mustaqil bo'lgan dunyo tarixi o'zgaradi deb Uyg'ur tarixi eshitsa bular shu biz unutqanlar bilan bular unutmaydi tarixni Xitoy unutmay 2000 yillik uchun ilovatli hozir bizdan bu chetlar atlarning o'sha tam fikr Yevropaga kelgan hamma nimasi bor ular bizni besh qo'ldak biladi agar bizni mustaqil bo'lsak ular zodi manfaat qaysi manfaat degadi bu cho'ng siyosiy cho'ng milliarderlarniki iqtisodiy manfaat masalasi bo'ladi bu-chi hozir Xitoy bilan Xitoydagi ajoyib cho'ng bir zot manfaatli musulmonlar APMK parda kontrol qilganlarniki shularning ajoyib cho'ng iqtisodiy manfaati bor buni Bayden chiqadi bular Amerika xalqimi qarasa bu demokrat mamlakat hukmron mamlakat turg'uni bilan butun shaxtpazlik bu demokratiyaning og'ziga narsa ekanligini hammani kontrol qilganligini Xitoyning sotsializm o'zgarib qolganligini his qilishga shundan o'rish portlashdi yaqinda oz qoldi Alloh xolis alloh buni portlab bo'ldi bakteriya urushi birdan bir ixtiromiz shu bayon degandek Xitoyga zarar berishi bizim shuning moslashgan holda zarar beradigan tayyorlab bo'lishimiz kerak va birlashgan o'ylamayman hozir o'sha janjigar qaysar o'zini jinini atayotgan bunini atayotganlar borchi hamma mamlakatda bor ekan ko'rib keldim-ku men Alloh xohlasa shundaqlar bilan birlashib biz endi Xitoyning eng ojiz yerini izlab ashanga tepishdik ular bizni ojizligimizni tutdi-ku sanam ular bizning oilamizdan o'ltadi oilamizdan qamoqlarga soladi biz qo'rqmay andan o'ltadi biz Allohga topshirib chiqqandik yana uyga olib voy o'tiraman uyda xotirjam ko'rish aloqani qil deb hamma narsani keltirib qo'ydi misolan lekin biz siz ko'rishalamsiz uydagilar bilan ko'rishdim men ko'rishaman hozirga men telefonni qilib turib men nimani hujjatlarni qoldirib qo'ydim men
sizlarga zukam bir ish bo'lib qolsa, bir ish bo'lib qolsa, men bu yerdan advokat avataman, Beijingning maxsus komissiya kirdi. Sizlar tekshirib turdi, xotirjam bo'linglar. Bir ish bo'lib qolsa, nima bo'lsa men qara ko'zimdan deb turib aloqa qilaman. Anam bilanlar, boshqa emas. Endi bu yerda bir narsa bor. Biz ko'rayotgan guvohchilar, lager shahidlari va abaytilgan bir nechalar. Onun ichida men shu ekran ochib ziyorat qilish jarayonida, program ishlash jarayonida izlandim. Ya'ni shu vatandan chiqib lagerlarni ko'rib boqqan, yetib boqqan, bir sabablar bilan chet elga chiqib qolgan ashliqlarni izlash jarayonida men ko'rgan eng az ikkisi bordi. Birisi Turkiyada, birisi Yevropada. Ular chiqiblar, birisi 75 kun yetib chiqibdi ichida. Yana birisi qancha dedi, 20 yil yotgandamda aytavur shunda yetib chiqqanlar borkan yo'q, ammo chet elga chiqib oliblar, beshini tiqibdi, to'yga qushdeklar, qumning ichiga beshini tiqib yo'q. Biz izladik ularni, izlab hatto bevosita tanımasakmı, atrofdagilar orqali izlatib bo'lsa, shu lagerda o'z ko'zi bilan ko'rganlarni bir depasga deb bir pozitiv javob olamadik. Ya'ni ma'qul degizamidik. Hozir so'raydiganim birisi endi mushundaq sizlar biladigan. Sizlarga o'xshash lagerni ko'rgan chet elga chiqqan, ammo un chiqmayotganlar, sizlar biladiganlar bormi? Uningdan boshqa sizlar mana boya Zumrat xonimmi dedi, dastlab chiqqanda qo'rqqandim, Xitoylar telefonlarni qilib, menga oilamdagilarni qandaq o'timiz deb tahdid qilib, ya'ni hammamizga borda bu tahdid. Ammo sizlar dadillik bilan bütün millet yo'qolib ketyapti-ku, bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi, men bütün millatning dardini anglataman deb dadillik bilan maydonlarni kelib chiqdinglar. Ammo bizning o'sha chet elda o'zining ota-onasi yaqin bir qo'saq urug' tuqqanlarini shu qadar qiynab, hatto urib o'tirayotgan bo'lsa-mu, un chiqmayotganlar bor-da aramizda. Bularni qanday tushunsizlar, ham ularga deydiganinglar bormi? Nima deysizlar ularga? Bu yerda men qisqa desam qarindishim, bu insonniki o'zining o'sgan muhitiga intayin bog'lanishliq. Ya'ni uniki maktabda o'qigan vaqtidagi o'zining psixologiyasi, jamiyat ko'z qarashi, oila ko'z qarashi, bir odamdagi bir xil jasorat, g'urur, vijdon, iymon hammaga berib taqiladi qarindishim. U odatdagi inson bu annani nima bo'lsa chiqadigan, u hammasi unday emas. Jamiyatga har xil insonlar bor. Ba'zilari qo'rqinchoq, tigidikdan qo'rqinchoq. Voy bunda mana nima qilsam mana biz bor desam mumkin emas. Hozir urancha chiqaramaz qarindishim. Ular vatanimiz mustaqil qilib qolsa ham shu bitam ichida sistitudi bu. Misingizda bo'lsin. Mumkin emas. Chiqadigan inson bu yerda medarlaydigan bir nima bor, g'urur, vijdon, iymon. Vatan millat so'zlari bo'lsa chiqadi u. Zumratlarga shu akalari, shu inlar singillar tatliqda, menga otam tatliqda qarindishim, onamni tatliqda, singillarim, inlarim hammasi tatliqda menga. Biz shularni jondan topshirib atdik. Qulonni kelsa hammani o'ldirib atdi. Hurmatli unda emasmi ya? Biz bilimiz aşağısından kaç qildiganni. No otam o'zini birisini laqab o'ldirib atdi-ku. So'zlama deb turib, ayolim Turkiyada aeroportda tutuqliq. 3 kun tutqizib oldi, Turkiyaga talab qilib tuttirdi. Ashada o'ldirib bo'lib, ertasi aniq chiqish ruxsat qildi. Kim bilsam, bir oydan keyin puxta men o'ldirayotgan xabarini. Shu uqqaniki o'ylab taqsam, naq shu aeroportda tutib turgan vaqt ekan. Bu başta bir vakitchalaydigan, ishimni qo'rqmaydigan bir jasorat bo'lish kerak-ku. Milliy ruh deymiz buni. Ota-bobolarimizniki, vallaniki, aqollarniki, haqiqiy bir Uyg'ur qasabida bir ruh bor, bir milliy ruh-ku. Shu ruh bor insonlar, ular siz nima ishim demisiniz, o'z chiqishga ular tayyordir har qachon. To'g'ri, men pasport olgan vaqtimda men hayron qolgan, mushlarning hammasiga pasport berganmidi debchi bir o'chratib turdik, mushlar qatirsiga. Pasportimizni eng oxirgi qatam shu qatam qaytirib qaytadan iltimos qilib mushaq chiqadigan vaqtimda. Pasportni og'ilib o'chratib tursam, nurg'un odam batdi. Men chiqib so'zildim, men mushakab kelgandan keyin men hayron qoldim. Hay, men o'chrat turib olgandim-ku. Men hattoki necha qatam bordim u nimaga, to'shikka, pasportni olgan yerga. Bugun taqsining kelmabdi deydi, ikkinchi kun borsam yana shu bir o'chrat turdik. Kundili batdi o'chrat. Kundili batdi. Shunda qilib Uyg'urlar xil olgan shu chaqda. Bu men hayron qoldim. Men shu chaqda o'chrat turganlarning chiroyiga qarab baqdim. Shunda diqqat qildim. Avatqanni sap Uyg'urlar. Chiqib so'zlamagini u
Әмді Абай Өмәркам дегенге оқшаш, ularning beshdan bek jiniga o'tkidek bir ish bo'lmadimi yo? Burun azaldan tortib endi Xitoy Kompartiyasiga ishlab kelganlarni urug' tuqqanlari bo'lsa, balkim bizga o'xshash ichimizga o'tkazatmadi-da ularga meningcha. Biri. Ikkinchi, endi inson deganda biz mush chet-elga chiqqandan keyin his qildimki, bular biz chet-elga chiqqandan keyinmi yana bekor turmay bu Xitoy hukumatidan telefonlarni topshirib oldim men. Mush kelishimga ovozlarmi turibdi, hattoki dadamdan tortib, dadang bizning qo'limizda degan uchurlarmi bormi? Akılarımның ingrab turib ovozlari bor. Hech qanday ishga aralashma jinim ukam. Hech qanday ishga aralashma, dadam degan falan saqchixonda, endi u bizning shu saqchixonniki Uyg'ur bir saqchi nimbatdi. Saqchixonda ishlaydigan bola. Hattoki dadam saqchixonda deyamay, dadam Bakirning qishda, jinim ukam gap qilma. Eng yaxshi saqchilarla aloqalash deb. Men uydagilarla aloqalashib, saqchilarla aloqalashga urindim. Nim deyman, nim deb anglayman gapini ularniki. Nim demoqchiyam. Masalan, nim deyman ularga. Sen gap qilmas, ma'qul demdim. Ular oladi shu telefonni, sen gap qilma, so'zlama deydi. Men nima uchun olaman ularning telefonini? Olmadim. Shuning bilan men New Yorkda so'zligi menga vaqtimda Umar Qanat akamiz bilan shu chaqdimi hattoki menga shu taklif telefonlar kelib turgan. Dadam qishimizda sözleşemse dadang bilan o'zing bilsanglar bo'ldi, boshqa gap yo'q degandek. Mush bütün gaplar o'ngeliqliq. Ya'ni shundaqdimi mening dadam ana men 9-ayning 27-si guvohlik berdim. 2019 9-ayning 27-si, dadam 10-ayning 12-kunisi menga o'lim xabari keldi. Menga mu demisim Ömerkam deganga o'xshash hammamizga urug' tuqqanlar aziz, hammamizning urug' tuqqanlari aziz o'zimizga, lekin yana deydiganim shu qo'lni kesilgacha qon chiqmaydi. Men bir dadamni o'ylasam, men bir qarindoshlarni o'ylagan bo'lsam, men chiqmaydim. Chunki mening qarindoshlarimdek, mening dadamdek o'lib ketayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. İzdirigi yo'q ularning, hattoki jismlarini, ichki a'zolarini tortib olgan. Bunchilik vahshiylikni ko'rib keldim. Men ota-onamni Ömerkam deganga o'xshash urug' tuqqanlarimni, akalarimni, qarindoshlarimni Allohga topshirib etdim. Endi insonning ichidan urg'ib chiqmasa, u boshqa. Ularning peshidan balki bunday ishlar o'tmagandi. Ya digidek bir gapi yo'qdi balki bizga o'xshash. Haqiqiy beshdan kechirmagandi. Yoki ba'zanlarni ko'rdim men, rostdan esam gapni ochiq emas, set gapma bu. Endi bir yerlarga chiqib olish uchun bo'lsa-mu, oy menmi yotgan, menmi qilgan demdiki deb o'ylab qoldim. Manfaat uchun o'zininki, bir davlatdan bir davlatga o'tib olish uchun bo'lsa-mu. O'zi turayotgan davlatlari mendaqroq bo'lib qolsa, boshqa yerlarga berish uchun menmi yotgan degandek yolg'on gapni qilganlarni angladim, ko'rdim. Endi bu insonda bir ishidan urg'ib chiqmasa, mana Ömerkam deganga o'xshash. Biz hammamiz men davatman azaldan tortib davatgan gapim shu birlashaylik, qo'l tutishaylik. Sening dadang, mening tuqqanlarim, sening tuqqanlaring. Hammamiz mushundaq bir anga kelganda, anadan keyin texmi ajallik zarba bera olamiz. İnşallah. Bu dadangizninki nima sabab bilan tugab ketganligini bildingizmi? Men bütün ündedardan urug' tuqqan do'stlar, hamma narsam meni juvvatda chetlarga chiqib ketgandan keyin bir ashub pastda do'kon ochadigan, hatto telefon qilib biz vatandagi vaqtida telefon qilib bir narsa ochiq turardik. Masalan, uyda u yo'q, bu yo'q deb qolsak, u bir talla bozorga telefon qilsak, hamma narsa ochiq turibdi. Ashu Xitoy qilib qopti telefonimda, ündedarimda. O Xitoy shuni bilan guli sen bormi deb yozibdi degandiki qo'shaqmadi u Xitoyga. Chunki Xitoy o'shib ketganimda, "Voy, men Xitoyni juvvatmabdi, menga borgan qo'ydi darimda" deb o'tirdim. Nechiqatim qayta-qaytalab menga telefon so'z qoldirib ketdi. Bu nima bo'lganda deb, "Ha, jay" deb qo'shaqmagandek bor deb yozib qo'ydim. Qisam qara, sening dadang o'lib ketgan o'xshaydi. Hozir uyangdagilar hammasi menda nima bo'lib ketdi deb. Chunki men o'tirgan yerda hamma akalarimning uylari, dadamning uyi hammamiz bir o'tiraq rayonda o'tiribmiz-da. Shuning bilan undaqa emasdi. Bunda video tortib avat faqa berib uyning oldini dedim. Desamlam o butunlay ash uyga kelayotgan, ketayotgan, hatto dadamning apmangaqda ya namoz o'qimaydi hozir, ya nikoh o'qilmaydi bizning vatanda. Ash aholilar komitetidan bir ash jasad soldigan mashinalar olib keladi. Mashinaga bosadi ulam. Yana odamni jug'ulimi qo'ymaydi. Jasadni jug'ul qo'ymaydi, shu petlam olib kim bitadi. Hatto aholilar rayondan
Neçe adam uydan işki adam artık adam maşınga çıkıp kabristanlıkka barammaydı aşında halatda. Şunda kılıp dadamның videosu bar aşu apmanğa vaqtida eng ahir qıtım. Qara dadamның eng ahir qıtım körüp almış maşinda apmаңды dep uzun tavutni saldıgan aşu maşinның ya o vatanimizde ılıqı adamlar tügep kesse burun ılıqı jiq adamlarni qatnaştırgılı qo'yatdi. Hozir hech kimni bağlımı qo'ymaydi. Uyga adam kelsimi manchidan ortiq adam bo'lmaydi. Munchalik adam turish kerak, undan boshqa adam turmaysizlar deydi. Manga shu videolarni tatib avatdi. Anadan keyin men ko'chalab turib oldim. U Xitoylarning telefonini tekshirmagandan Xitoylarning telefonini tekshirmaydi. Xitoylar yeshil chiroqli mangdigan bo'lganki bizning vatanda. Oxiri so'rdim, qara dadam nima tugab ketdim. Men bir isbot evalay debchi. Desam, u Xitoy deydi, "Hey, 70 necha yoshga kirgan adam saq chiqandilar tursa, o'zing bil qag'inni, sen sababchi bo'lding" deb yozgan xatidan tatib qo'ydim. Sen sababchi dadangning o'lib ketishiga deb. Endi men Abay Umarkam dedim, men uyamdagilar bilan aloqalashaman deb. Men qaysi o'zim bilan uyamdagilar bilan aloqalashaman? Ular to'g'ri tushunmasa Herkes yığılma. Ular ağzıda oya demedigini bilen haqlarını desiniz bo'lsin. Men hech qanday o'zlashingiz ehtimolsiz. Sizda endi men bilmayman ular razılığını ele. Ular qalbida razı. Unda yaşaganı ölgen yaş ularning endi shuni arzusi. Lekin hukumatning bisi bilan majbur deydi sizga. Unda hech kim demay yo'qmi? Vallahi meniki tuqqanlarimning hammasi razılığını eliqlik razılığını beriklik ular menga. Ular pes ular tayyor uning deyishni jini tikib qo'yadi ular baribir. U zulmni hammani ko'rib chiqdi. Sizdek ideya endi siz er kishi, men xotin kishi, men ba'zida ashta kuzamiz olaydi ekanman, ham ishchimga olib ketadi ekanman. Rezablama. Ular taxillanadi sizdan. Ularmi taxillanadi, suyunadi. Men endi o'zimni bir gunohkordek, dadamni o'ylab ketishiga men sababchi bo'lgandek, uyimdagilar bilan dadam tugab ketmagan bo'lsa, men Umarkamdek yuraklik telefon uratdim. Sizlarga hech qanday ish bo'lmaydi. Ammo deb. Men hozir rasli o'zimni gunohkor his qilmay uyimdagilar bilan shu aloqamni qilolmayman. Ham gap qilg'immi yo'q. Hozirga qadar ular bilan aloqalashib boqmadim. Qo'shing onamizni qo'shib. Bizni ovozimizni anglasa, Apam tugib ketgan mening dadamlam bor. Dadamlam qolgan shu dadamni tugab ketdi endi shu qarindoshlarimda qoldi. Apam 97 yil tugab ketgan. Ular sizni o'tirib turmush o'rtoqda deb yag'an tashviqot qiluvchi. Amal qilib bizni qo'shib bir ovozingizni salom deb qo'ysangiz ovozingizni anglasa, ular xotirjam bo'ladi esangiz bo'lsa. Agar xatimiz tiqilmasa mayli. Bu ishlar odamning ishini siyirdi ama biz faqatla balkim endi gapimning xulosasi balkim endi menga o'xshash endi ularning so'zlamaslikdagi gap abay o'zimning gapiga ketdimi siz so'ragan savolingizni chetnab ketib qolibdimi endi mening endi o'zimningki shaxsiy ko'z qarashi ashundoq endi balkim menga o'xshash chet elga chiqqandan keyinlar menga kelgan telefonga o'xshash telefonlar balkim ularga kelgan bo'lishi mumkin jimju aralashma unda ishlarga bo'lmasa sening dadang ayada akang ayada qo'shimizda qo'limizda degandek va yoki palonchi lagerdagi tuqqanlarga texmi 20 yil qilib yo 10 yillik kesitimiz degandan keyin ba'zi insonlar biz bilan kessin mayli abaymi bir qatim deb o'tib biz bilan ketgan har qanday ishga biz rozi lekin urug' tuqqan deganga shunda ba'zida chidamay qoladi ekan inson shunga balkim shularning ashundaq o'y fikr bo'lganda balkim ota onam qilib qolsin yo balam anda yo bo'lmasa hammamiz bir oila bo'yicha chiqa oladigan ish bo'lgan bo'lsinmi hamma urug' tuqqanlarimizni akavilib anadan keyin bunda so'zlasak deb bunda o'ylab qoldigan o'xshaydi meningcha bo'lganda ularga inshaalloh haqiqiy mushta lager yetib chiqqan bo'lsangiz ishkillanmay guvohlik bering bu endi qo'lni kesmaga chiqqan chiqmaydi xitoy hukumati sizda qanchalik endi qo'rqatgan bo'lsa uning qo'rqidan qo'rqmang endi yangidan chiqqanlar bo'lsa guvohlik bering sepimizga qo'shiling bizning guvohligimiz vatanda burun turganlarnikidan necha hassa kuchga ega necha hassa biz ko'rib kelganligimiz uchun ularga haqiqiy bir ko'rib kelgan guvohligimizni berganimiz uni u burunqilardan bakroq bizning kuchga ega bo'ladi shunga mushlarningmi endi qo'rqmay dadillik bilan men bir ayol kishi menmi qo'rqmay berdim guvohlikni inshaalloh sizlarga xitoy hukumati eshitib qilmaydi urug' tuqqanlaringlarni Cesaret efendim hazır ihtiyacı yok. Hem de ular cash. Ularning guvohlik eshitmasi kerak emas.
Bizga ayni vaqt nima kerak desangiz, haqiqatlarga chiqqanlarni ichidagi bo'layotgan ahvollar, lagerning baliqni dalilinib bo'ldi hozir. Ichida bo'layotgan qirg'inchilik ahvollari dalilinib bo'ldi. Ularning hech nimasi kerak yo'q. Endi so'zlayman desam, anlaydigan odam yo'qmi yo'q? Qarindashim. To'g'ri, u Ehtiyojimiz yo'q. ularga Hozir- bekib kirishib qolmasanglar bo'ladi. Hozir uni kerak emas ularning nimasi guvohlik. Hozir nima kerak? Deydiganning hammani deb bo'ldik. Qanday qalat o'ldirilganini xabarini anglayolgan. Shu to'g'ri isbotlarni beralasa, qanday o'ldirilgan, masalan, ba'zi Qashqardagi rahmatli sonimizniki ismini unutib qoldim, sayyor sherikdagi qizlar sonimiz. Bak yaxshi olishadi bu qizlardan. Men o'zim sayyor sherikda ishlagandan keyin ajoyib yaxshi muomalamiz bo'pti. Hali bir yosh qizlar o'lib ketdi Qashqardagi sayyor sherikatning ismini unutib Aytursun. Aytursun degan sonlim. Sonlim degan o'ylanmagan qiz 31 yoshli jinim sonlim meni bechara sonlim. Shuncha yaxshi muomala Men tunugan o'lishgan bir guvohlikni berdim. Chunki men mening bir ishim endi bir guvohlikni yo bir gapni deyish uchun menga bir isbot bo'lsa deb abayma bir deb o'tdim. Men bir isbot olmaguncha gap qilgim kelmaydi. Mushu qatim bir do'stimningki rasmini saqchi do'stimdi, ash qizning rasmini men bir yerlardan topdim. Tepib shu o'lib ketganligiga oid isbot menga deb bergan gap so'zlardan tortib avatdim. Ashumu hukumat ishchisi, hatto saqchisi, avtonom rayonlik Go'ngantingda ishlaydigan qizdi. Ashu bu Xitoylar Uyg'urlar bo'lsa, ya bizga ishlagan, ya bo'lmasa bu nerda nima ish qilgan, hukumatning sodiq ishchilarini bo'sh qo'ymay, shulardan tortib o'tirdiganni o'tirib, shulardan tortib shundoq jazo yurgizib ashta qilyapti. Shunga qaraganda biz odatdagi fuqaro, biz hammamizga bor bu Xitoyning ziyni. Hammamizga bor. Endi yana birisi Umarkam degandikin dedim. Shu hozir bu lagerdan chiqdi, bular guvohlik bersin deb kirishib olsaqmi, ular so'zlasimi bizdagi so'zlaydi. Bizmi shu toza qaynayotgan vaqtda chiqqan bütün gaplarni deb berdik. Baliqini, qanday qiynaydiganini, nim berdiganini, nima ish qildiganini hammani deb bo'ldik endi. Bo'lsa, bo'pti, ularning o'zining yo'liga mang'uzinglar. Ularni qiynab guvohlik ber demay. Desa bizdagilardan unidan oshirib ehtiyoj yo'q, mashinaga ehtiyoj yo'q hozir. Umuman guvohlik ehtiyoj. Hozir ehtiyoj o'lim, o'lib ketib qolgan shu yosh qari ashlarniki qanday o'lganligini xabarini ola olsa, shu to'g'ri guvohlikni olsa, hozir bizning erkak qilishlar bekitishda intayin muhim rol o'ynaydi. Ma'nosi intayin muhim. Shuningga oid ashna so'zlashmalar, qanday o'ldirilganlarga ism, familiya, adres so'zlarimiz aniq bo'lsa, o'z turishda mush ishlarni qilayotgan, arxiv to'playotgan Norvegiya to'g'ri bu arxivni. Norvegiyaliklar. Ashlar yetkazsa, ular meni bevas yetkazadi. U boshqa cho'ng siyosiyonlar cho'ng nimalar hukumatlarni qo'llab, Yaponiyadan nurg'un axborotlarni yetkazib beradi Amerikaga ham shu nima xalqaro sudga. Chunki buning bir inson qalbidan chiqqan bir vahshiylikchi bu 21 asrda o'sha ishning bo'lishi bizning vazifamiz ma'vo hozir. Boshqa tomay biz mumkin qadar ashta videolarni yaxshi saqlab, yaxshi kompyuterga aparish kerak sizga. Megabayt eng yuqori kompyuterni. Butun mana shu o'yinda evat qalasimiz hammasini evilib, ashnalarga tartotgan bolalarimizni chiqarg'izmay, ashna holat. To'g'ri, menchilik gapni o'chig'ini qilsam hamda men o'zimni maqtaganligim emas, menchilik mushu vaqtga qadar menga mushinchilik bir isbot to'plab, isbotliq bir xalqaro mishda achiqatgan odam bek askan. Men kep ashta hayron qoldim. Uning ustiga men vatandagi ko'rgan ishlarni ko'rib, nima to'g'riliq Xitoy qanday o'chadi, bekni kuzatdim men. Xitoy qaysi yerlardan tutiladi, qaysi yerlardan ilinadi. Hammasini kuzatib chiqqashqa men bütün materiallarni isbot bo'lish uchun yig'yapman. Hatto telefonimning sig'imi to'shab ketdi. Hatta men ba'zi applarni tusharsam telefonlarimni nobud qiladi bularning applarni tushiradigan narsalarni. Men hatto necha qatim bozordan telefonlarni sotib oldim. Ashumi endi bir vatan xalq uchun qilayotgan ishim. Meni bir qo'llab qo'ydigan odam chiqmadi rost gapni o'chig'i. Har bir qatim men qijildi ekan, men telefonimni Xitoy anda qilsa yo bir qanday qilsa, yo telefonimni sig'im to'shib ketsa, yana telefon appa va yoki bunday qilish degandek. Mushunda bir meni bir qo'llab qo'ysa, deydigan umidim bor meni. Boshqa arzuyim yo'q. Bu işlerini sizlerden ağzından anladığımız yaxşı oldu çünkü ameli işinin bu vatıdı degende şu sizler bu şahitlerinin ki ağzından dünya anlagandikin işinip şu bizden vatanda şu kadar kem külemlik milli kırgınçılık vatkanlığı işinip dünya hareket öttü. Endi bu sizlerinin ki işinler elbette toxtab qalğan yo'q, davam qılatıdı. Bugün abayıq suallarını soruşurdu mu? Qandaq işlarda ihtiyacınlar boludu? Albatta, beshinchi qilganlarni hamda bundan keyin biz buni izlab yurmaymiz. Sizlar guvohlik berayotgan, hatto bermagan mezgillarda
anlaganlarımızda da işte Allah çıqqanlar bak edip yeniği berip ama ularni ekran açqanmıdık. Ama hazır bayıslar tilga ep ötken mavalıqı özü ekran çıkıp sözümüz meyli. Hem ekran çıkıp sözleştin her xil şekli oldu ekan. Mesela yüzünü ko'rsatmay turib, ovozini anlatib turib intervyu qilganlarni ko'rdik masalan da. Onundan boshqa mesela xalqaro sotqa berildi Xitoy hozir. Bu sotqa yo'l menayotgan advokatlarning da'vatqanimi bizni isbot bilan ta'minlanglar deydi. Bu isbot nima deganda birsiniki urug' tuqqanidan o'ltirilgan bo'lsa, yo lager kirib ketgan bo'lsa, uning ism, familiyasi, adresi to'liq bir isbotda endi material. To'g'ri. Mushundaq narsalar lozimda. Masalan, u Xitoyning sotqa bergan bilan u sotlashish jarayonida o sotchi isbot so'raydi. Qanday isbotlaring bor qo'lingda deb so'raydi. Mushuningga hozirgacha masalan beshini ko'tarmagan, guvohlik beramaganlar ular nemisini qoldirib qo'yibdi, masalan, email adresini qoldirib qo'yibdi. Ashlarga bevosita avassa meniki masalan paloni tuqqanim ismi paloni yil paloni oy tug'ilgan, paloniyada tug'ilgan. Mandaq ish qiladi, mandaq sabablar yo yo'qolib ketdi, yo o'ltirildi. Masalan, bizga so'zlab hamsin, ekranga chiqmasin, yo bizniki yoki g'arbdan ekranga chiqmasin. Ammo ayada cho'ngish bo'layotdi. Xitoyni sotlaydigan ish bo'layotdi. Uningdan boshqa bu mushundaq materialni yig'ayotgan Uyg'urlar bor, chet elliklar bor-da. Mening ismimni atma, ammo men guvohlik berma deb turib bersa, ular rioya qiladi uningga. Ya guvohlik beruvchining ismini atmay turib, isbot lozim bularga hozir, deymi? Xalqaroga mayli Xitoyni sotqa berish bo'lsin, mayli mediada anglatish bo'lsin, mayli arxiv qilib, arxivdagi narsalarni BDTga va yoki boshqa yerga yo'llash bo'lsin, mushta material lozim. Hamda buningga jur'at qilolmagan odamni boya men ishqinlarniki gapini anglab nihoyat ta'sirlandim. Ya'ni mening ota-onam urug' tuqqanim nima bo'lib ketsin deb turib bir otlanish degan bir ajoyib jasorat talab qiladigan bir fidokorlik, bir qahramonlik talab qiladigan bir xohish bu. Odatdagi inson qila oladigan ish emas. Allohga ming shukrlar bo'lsinki, sizlarda qarindoshlarimiz bo'lg'ashqa bu vatanning da'vosi mushu darajada olinib kelyotdi. Alloh qilgan ishlaringlarning ajrini bersin. Tugab ketganlarning yotgan yerini jannat qilsin. Sizlarga sabr ato qilsin. Ammo ishimiz davom. Chunki biz tig'i tunji qadamni bosdik desak bo'ladi. Ya'ni Uyg'ur da'vosi, Sharqiy Turkiston da'vosi dunyoga to'liq tunilgan bu tunji qadam. Ammo bizning bosadigan qadamimiz nihoyat ko'p. Shu vatandagi shu qirg'inchilik oldida turayotgan, yo'qolib ketish oldida turayotgan qarindoshlarning qutquzimiz desak, yana bosadigan nurg'un qadamlarimiz bor. Mushu qadamlarni biz jarayonida sizlarga o'xshash boturlarimizdan ulgu elib, hech bo'lmasa boya degandek bir isbotlar bilan ta'minlay oladigan, boya hamda Abdurimjon deb o'tdi, bu ruh bizda bor. Biz chet elga chiqishdimi, ashta irodada edik. Ya'ni bir bir markazimiz bor, bir liderimiz bor, bizni vurra deb boshlasa, qo'limizga nima chiqsa ko'tarib vatanga mangimiz deydigan hozirgacha shundoq ideyada biz. Buni uch deb qaraymiz, bu po emas. Ammo mush qadamlarni bosqichcha yana hozir xalqaro sizlarga o'xshash shohidlarning oldiga kelib, davomli nima olyotdi, isbot elyotdi. Mush jarayonda endi ishqinlarning qiynalayotgan masalasi hozir duch kelayotgan masalalarni so'rashimdagi sababmi? Ma'u bizning lider, pider, tashkilotchi deganlar anglab qolsin bu gaplarni. Sen masalan oddiysi bir tashkilot yiliga $100,000 $1 million pul kelyotdi sana. Nimalarni qilyotsa hech kim hisob olg'ini yo'q. Sen bu pullarni nimaga xashlayotsa, uning hisobini oladigan odam yo'q. Hisob oladigan, jur'at qiladigan odam yo'q. Bir qopab hisob ber desa, uni xoin munofiq chiqarib hozirlar chausi yeyotdi demisizda, yo'qlik o'tadi odamni. Ammo shu masalan bizning shu tirik shohidlarimiz tildan qiynalibdi, tarjimondan qiynalibdi. Oddiysi birisiga birdan tashkilot ega chiqib, bizda kuch yo'qmi desa, bor qarindoshlarim yo'q emas. Masalan, har xil ishlarda pul yig'ishlar bo'ldi. Xalqimiz xeli sexiy. Masalan, oddiysi ma'valigi
sotqa berilgandan keyin Xitoy qisqa muddat ichida $65,000 yig'ilibdi. Uni asli plan 100 ming kelibdi, ammo qanday bo'lmasin $65,000 yig'ilib uni advokatlarga berilibdi, ular rozi bo'libdi. Undan keyin yana qadamlar bor ekan. Undan burun masalan Taylanddagi qarindoshlarimni qutqizamiz yoki masalan Malayziyadagilarni qutqizamiz va yoki Bulg'ariyadagilarni qutqizamiz degan bir chaqiriqlar chiqqanda pul yig'ishlar bo'lgan. Xalqimiz herhalde muhim ishlar kelganda sexiy yana berdi. Ammo bu ishni qilayotgan halqi tashkillayotganlar oldi bilan ma shohidlarimizning qiyinchiliklarini o'ylab qo'yish kerak masalan. Ular yeni chiqdi chet elga. Chet el tilida ravon so'zlay olmaydi. Bularni emas, masalan men 20 yil yashagan odam g'arbda. Bir tilni bir mukammal so'zlay olmayman, masalan bir davoni anglish to'g'ri kelsa, bir tilda chet el tilida to'liq, chunki ba'zi atalg'ular murakkab haqiqatan to'liq anglatmoq oson bir ish emas. Buningga bir pishqan tarjimon lozim. U tarjimonlik qila oladiganlarning xizmati va oilasi va ishi va ammo shularga shu kunlik maoshini, shu yo'lning chiqimini, birimini ma bizniki o'ttirib chiqib so'zlab, men millatning lideri, men tashkilotning bir nimasi, men birdan bir tashkilotning boshlig'i deyotganlar, ma mas'uliyatni ustiga ilish kerak. Yani muştaq tirik şahitlerimizga ega chiqish kerak. Hiç bo'lmasa bularning yo'l rasxoti tarjimonini hal qilib berish kerak. Mana bu sizning qilgan amaliy ishing. Mushuni bilsakmi, ammo tashkilot ish qilib o'tibdi deb bilamiz. Endi bu yerda biz program ishlashga maqsadimizmi, oldimizdagi yilga nazar solamiz deganda qarindoshlarimiz hammanglar bir eg'izdan bizga birlik kerak dedinglar. Chunki hozirgi masala shu birlashmaslikdan bo'yotdi. Hammamizning ishini tatilayotgan masala shu. Vijdonimizni qaynatayotgan shu masala. Biz yana qaysi darajaga borganda birlasha olamiz? Har qanday ishda, har qanday millatda bir qizil siziq degan narsa bor. Xitoylar Xongshan deb qo'ydi, ammo red line deydi chet elda. Masalan bir ishni chekidan oshirmasam, men qo'lim tiq ilib chiqib o'tirmasin deydigan bir cheklama bo'ldi, qizil siziq bo'ldi. Bizning qizil siziqimiz nerede? Qarindoshlar o'ylab bakinglar. Bizga bir so'ngak kiyatdi, pichoq emas, so'ngakni teshib o'tib ketdi. To'g'ri. Keynimizdan sanjilgan pichoq so'ngakdan o'tib oldimizdan chiqib ketdi. Jon talashyapmiz. O'lish oldida, yo'qolish oldida turyapmiz. Bizning qizil sizig'imiz nerede? Yana qanchalik ichinishlik, ajallik ish bo'lganda anundan keyin bu shaxsiyatchilikni tashlab o'tib nam shuhrat, obro'y, yana birini tashlab o'tib, men millat uchun bo'ldi, men o'zimning otidan birlashay deya olamiz. Buni har bir mushu o'zini tashkilotning rahbari, millatning lideri deyotganlar o'ylashi kerak. Endi o'ylashmasang, senmi sening sisq noming tarixda sisq beti yozilib qoladi. Agar millatning bir shunga ish kelsa. Bu şehirde endi biz o'tgan ishlarni bir xulosalagan bo'ldik. Endi oldimizga nazar solsak, qarindoshlarimiz boy degandek bizning bosadigan yo'llarimiz yomon ko'p. Ammo cho'ng ishni qo'yib turaydi. Mushu bizda 2 milliondan ortiq qarindoshimiz borki chet elda. Mushu diasporada yashayotganda bizning kuchimiz oz emas. Amaliyotda mushu kuchni bir yerga akagan bo'lsa, xeyli ishlarni qilayotgan bo'ladi. Ziyolilar bilan so'zlashdik, ularning deydig'inimi shu? Xalqimizning deydig'inimi shu? Andaq bo'lsa, shahda, shu abayman tilga olgan tashkilotning liderlari bo'lsin, millatning lideri da'vatqonlar bo'lsin, oxirida ko'nglingizdagi gaplarni bir davogan bo'lsanlar shularga, andan keyin soat number berib qopti. Asta To'g'rimiz chet elga kelgandan tortib mush fursatni berganingizga xush bo'ldim. Chet elga kelgandan tortib bizga bir iqtisod berdimidik. Biz qilayotgan ishimizdan bulardan haq talab qilmadik. Ham qilmaymiz, ham olmadik, ham olmaymiz. Hozirga qadar kecha kunduz mush isbot yig'ish ishi bo'lsin va yoki siz menga atdigan Amerika vaqti, Washington vaqti soat 5 telefon qiling. Men telefoningizni assalomu alaykum deb jonliq holda ola olaman. Çünkü men uxlagan vaqtimda, men o chaqda har qanday inson uxlaydi, men uxlamayman. Men Amerikaga kelgani 2 yil oldu. 2 yildan tortib ta hozirga qadar men bir kecha soat 10da ya 11da uxlab baqqan banda emas. Atdigan soat 6dan 10gacha uxlayman. Shu vaqtqichilik vatanda mushu applarning ba'zanlarida endi
Mushu ispat toplash uchun ba'zan applarninki ichida videolarni yarim soatlik echitib haqla avatlib yarim soatgacha buni shunqa deymizku mudalaqi qonun chiqarsak bulamdi deydigan vaqtlarda ba'zan videolar chiqib qoladi. Shunga men kechacha mushu videolarni chiqarib yarim soat vaqtni ching tutib mushuni vaqtida tushirib olmasam keyin obda ispat kelmavu. Mush xalqning og'zidan chiqqan narsani yig'ma deb kechacha uxlamayman. Hattoki kunduzlari necha intervyuni beraman. Hatto o'zim yozayotgan kitobim bor. Men boshqalarga kitob yozg'izmadim. Chunki o'zimning hikoyasini o'zim yozsam, u boshqacha bo'ladi. Men ko'rgan bevosita aldirmay o'tirib, kunda bir 2 soat, 3 soat vaqtimni chiqarib o kitobimni yozaman. Kunduzi sizga o'xshashmishda bir intervyuni 1,5 soat tugaydi, 1 soat tugaydi deb muxbir bir degan bilan heliqi muxbirga cho'qim 4 soatdan 5 soatgacha yig'lab, gallarim tutib Aşı her bir qitim intervyu bersak şu vaqtga qaytib şu hissiyat bilan deb berishga to'g'ri keladi. Aşında qilib yurib, ya bir yerda muxbir izlayman, her bir vaqtni shunchalik zich o'rlashtirib etdim. Shunchalik ishlarni qilyapmiz. Bizmi vatan xalqi uchun qilyapmiz bu ishni. Bo'pti, uningga mayli. Lekin bizning ba'zan bir kamchiliklarimiz, qiyinchiliklarimiz bor. Masalan, biz cho'ng-cho'ng nimalarga, namoyishlarga biz borsak boshqacha bo'ldi. To'g'rimi, xatomi? Hech bo'lmasa bizga men yo'lni bilmayman, mashina haydashni bilmayman, yo'lni bilmayman. Hech bo'lmasa bir odamni o'rlashtirib, "Ma mashina ya sizni og'ili keladi, siz oldida turib so'zlang. Ya bo'lmasa turpiring ashada" degan bo'lsa-mu, bu Amerikaning bizning uy nada, u Washington DC, u namoyish qildigan yer nada. Ba'zida men shuningim ochig'ini kutaman. Hay, nim bo'ladi, ya birasini og'ash kel, ma bir o'rlashtirish degan narsa yo'q bo'ladi. Ikkinchi, anandan keyin tarjimon taqshib bitdi. Uchinchi, bular hech bo'lmasa biz ma vatanga yangidan keldik. O'zi qilib beramismi? Bizning hech bo'lmasa ham bahrilanadigan, masalan, sug'urta va yoki advokat va yoki yana bir mushu vatanning qandaq bir yaxshi mulozimatlardan bahramand bo'la olamiz. Shunchalik ishlarni bo'lsa-mu bizga bir osonlashtirib, sizga manda foydali ishlar bor va yoki sizga manda ishlar bo'ladi. Men mush vaqt qadar bir tashkilotning men tarafda turib, Zumrat sizga manda yangidan keldingiz, sizga manda adil siyosat bor. Ya voy manda nurg'un yerlarga o'zim yanchiqimdan pul chiqarib, pulni qarashlab bo'lgandan keyin, voy uni munda qisaqlab pul olmaydi emasmi deb pul kimga ochchiqsiz debaqla. Men vatandan pulimni ko'tarib keldim. Menga dollarga aylantirib qashlayapman. Men kelib uzoq o'tmay korona olib ketdi. Bir yo'ldoshim ishlab biz 5 balni beqiyapti. 5 jani beqiyapti uyning ichida. Menmi azroq pulni, masalan, shunda adil siyosatlari borki Amerikaning, menmi bir oz to'lasam bo'ldi shu pullarni. Menmi ashundaq bahramand bo'lsam bo'ladi. Ay, pullarimni to'lab nurg'un yerlarga, nurg'un ishlarni qilayotgandan keyin birsidan posoqqa bir gap chiqib qoladi. Voy, uniga pul xashlamasam bo'ldigan ishdi degandek. Shu ishim bir xil bo'ldi tova. Men ya ishlamasam, kunim intervyu beribsam, kunim video deb o'tiribsam, kunim kitob deb o'qibassam, gapni o'chig'ini qilsam, Erkin Osiyo radiosi kelarmi? İşkay maaş vermey bakson aşlar oturup vatanın işini kılan dokunmamdı. Gapni uçuğu ma gap. Şundaymi emasmi? Aşlar mı maaş üçün qıvatqandı, her bir maqalası üçün pul alıdığandı. Men işleymen dep müştep hazır bir telefon geldi muxbirdan. Men qilmayman. Hazır mening vaqtim yo'q. Men ishlab pul tepishim kerak, bolalarimga qarashim kerak, yo'ldoshimga butun nimamni otib qo'ymasligim kerak. Men hazır men qilmayman desam, cho'qim bir gaplar chiqishi mumkin. Voy yana o'zgarib ketibdi yay. Gap qilmabdi yay deyishi mumkin bu haqniki. Albatta chiqadi bu gap. Endi men buni qilish uchun muntazam o'tirib, cho'ng kichik muxbir demay, kim bo'lsa shuningga so'zlab qilayotganligimdan bular bir faxrlanib, tunugin Ulashgan Uyg'ur Amerika birlashmasiga rahmat. Menga lavha akapti, shunda qo'shildim. $1000 pullar. Shunda qo'shildim kelgan yoqsi, endi ashunchalik meni o'ylaganiga. Maqsad pul berish emas, lekin mushundaq namoyishlar bo'lganda mashinalarimizni bir o'rlashtirib bersa, mushundaq biz uyda o'tirib qolgan vaqtlarimiz hech bo'lmasa bizga, hay, mushu korona bo'lib ketdi, butun adam talog'i chiqolmaydi. Sizlarmi balkim yangidan kelgandan ya ish topolmadinglar, ya bir qanday bo'ldinglar, ya bir xizmatning yo'lini topmadingiz, deb uyda o'tiryapsiz. Hukumat jinida fuqarolarni, Amerika hukumati jinida fuqarolarni o'ylab, mush Covid vaqtida deb har bir insonga 2000 dan pul taqatdi, lekin biz yangi kelganligimiz uchun bizga u pul berilmaydi ekan. Biz chunki bosh topshirmabdik. Bultur uzoq yildan bosh topshirganlarga ashunda bergan pullar ekan.
Bizga tegmedi o pullar. Hiç bo'lmasa mush tashkilotlarimiz qanday alınışıvatsınız, qanday kun kechirivatsınız, halınız nereden nergacha, pulungizni ödep bering, bermisizmi bermang manga. Manga hiç bo'lmasa bir ahvol so'rab, men qo'y hech kimni ko'rib boqmadim gapning o'chig'i. Men o'zimga vakil, o'zim uchun so'zlayapman, xalqim uchun so'zlayapman. Men bu tashkilotlarning o'rlashtirishi bilan va yoki falonchininki gap qo'ying degani bilan gap qilmadim. Hammasi o'zim shaxsiy qilayotgan emgakim bu. Hiç bo'lmasa bizga afzal sharoitlarni olsun ko'rsatsin. Nerede qandaq sharoitlar bor? Anglasam lagerdan yenib kelganlarning hammasiga kelishiga 7-8 ming dollardan pullarni beribdi. Ularni Amerika hukumatı akaganligi uchun berildi deydi. Men ko'rsam o'zingiz keldingiz dedi. O'zim kelgan yaray, o'zim ketgan yaray bo'pti. Ular pul olib so'zlagan bo'lsa, men o'zim ichimdan chiqarib so'zlay dedim. Shu sharoitlardan mushlar bizni bahramlandira oladi, qila oladi bunisini. Deyalaydi, bu nima ish qildi? Bu tek ularni oshirib so'zladi. Demdi dememdi. Onu o'zlari akaganligi uchun hamma ishni taqib birdi ekan ularniki. Gap hamma shu advokat haqqi, ijarasi 1 yillik hammasini taqib birdi ularning. Men o'zim keldim, o'zim so'zildim, menmi ularni oshirib so'zlayapman. Bugun shu ashloq deydigan gapingiz bormi degantingiz, men mush teshib ketdi hozir gapim. Teshib ketdi ras. Og'ib qoldim, biz 5 mingdan silib, anda bo'ldim, biz 10 mingdan silib. Biz nima biz? Bizga pul bersa yaxshi, bermasa emas. Bizda hech bo'lmasa bir odatga afzal sharoitdan bo'lsin, Bekirman qilsin. O'zi bermasimi, hukumatning qildigan siyosatlarni Bekirman qildirib, yo'limizni ko'rsatsin bizga. Unda hamma odamni 5 xil ko'zda ko'rib, ani bizga kelgan, biz buni yordam qilamiz. Buni bizga kelmadik, o'zi kelgan, o'zi nima ish qilsinma. Menmo amtaxun samtaxunning gapini, shovang lovangning gapini qilmadim. Menmo Uyg'urning gapini qilyapman. Haq aklanmagan isbot nima keldim, ko'tarib keldim, so'zlayapman hozirga qadar. Men kech kunduz turmay, uxlamay, hozir haqli deydigani deb bilib, o'zing uyqusini uxlatdi. Men uxlamadim kechacha. Nima ish qilsam qilaman, Xitoyning jarisini beraman, adibini beraman deb yashayapman. Nima uchun hammamizni o'z o'xshash bir ko'zda ko'rmaydi? Sizga yaxshi kunlar oldingizda, Uzmar atay. Sabr qiling. Ularning o'ylagani bor mumkin. Sabr qilsangiz Alloh xohlasa hamma yaxshi ko'tadi. Men bir qisqa gap qilib kelsam, vaqtimi berib qoldi. Men mana shu sizlarni yaqinda Rim papasining chiqqan bir nimalarni ko'rdinglar? Xalqaro chiqqan bir shu bizniki nasl bo'yicha buni qanday foyda qilganligini bilamsizlar sizlar? Buni bizning mana shu Gollandiyadagi katolik siyosiy mushxarislar siyosiy degan jamoatlarga biz video yig'ini guvohlik berib anlatgan buni mana shu nima qilib o'chaqlarda korona bo'lmaganligi uchun bevosita qatnashib qiladigan. Bu shundoq har bir mamlakatda kelajakda bizni mana shu kasal kelib bu yil agar Alloh xohlasa 13 tug'adigan bo'ladigan bo'lsa, bu Yusturani xristian olamlarga, chon-chon cherkovlarga, ashlarning mas'ullarga bular ajoyib zo'r kuchgan bu-chu. Yahudilar nima xristianlar olami katoliklar qanday bo'lsin, ish qilib shu anlatadiganlar bo'lsa, ashlar qolib qoldi hozir. Bularning ajoyib bir kuchi bo'lgan davlat, ularning diniga e'tiqod qiladi, ham nurg'un o'sha dinni nima qiladigan xristianlar, katolik hamma saytilar bo'lganligi uchun ular iqtisodiy kuchmi bor, ham hukumat ta'sir qila oladigan bir kuchmi bor ekan. Biz mana shu fursatda yana kuchayotgan holatda biz bevosita katolik beshi boramaymiz partiylarga, biroq o'zimiz yashayotgan mamlakatdagi shu sohaga oid aloqamizga bevosita o'zimizga bo'lgan ahvollarni anlatsak, bu palampan chiqadi-ku bu yuqori pallaga. Ana shunday qilib bo'layotgan narsalar. Meni planim mana shu. Mening mana shu tashkilotlarning rahbarlariga, mana shu o'tirak bolalarimizga bergan tavsiyalarim mana shu. Haftaliklarda men mumkin vaqt ajratamiz uni. Bir haftada bir qatam qilsakmi, shu Betroqqa shaharda balki yana bir shaharga ashna almashtirib taqassak, tashviqot qilsak bu xizmatimizni. Bizda ular iqtisod taraf biz qanday aniqimiz deb so'raydi-ku. Biz dedik, Turkiyani sahargalarga mana shuni yetkazsanglar, Xitoyning qanday bir millatga qanday bir davlat ekanligini, biz qanday zulm qilib ko'rsanglar, shu yahudilar ko'rgan boshqa ko'rgan narsani kechiryapmiz. Mana shuni to'xtatib chiqasizlar, qo'llarni kelishsizlar, ta'sir daranlar cho'ng, kuchinglar bor. Har tarafdan yordam qilsanglar deb tashviqot qilsak, tashviqot to'xtamaslik kerak bu-chu. Biz bunalar Xitoy ko'rmasizlar, bal qo'yatmadi. Hozirgacha ishlayapti Xitoylar. To'xtamasdan bizning mas'uliyat saqt yolg'onchilik chiqarib, butun shu saqtpas saqtliq videolar ham ishlab chiqaradi. Biz qala ishlamaydigan bilanmi? Kun ko'raversa, ashlan naslini baribir o'sha uyg'onlar yog'och so'zga o'xshamaydi, qozoq yog'och so'zga o'xshamaydigan o kelib qoladi-ku baribir. Qarshi bizdan harakat qilmagan ekan, bular o'zi chiqaravergan ekan. Ham shaxsiylarni, ham hukumat tarafini, hamma tarafni qorshab axborot kontrol qilgan bo'lgan ekan. Biz shuning qarashi o'zimizning qo'limizdan kelishicha
Mush Hristiyan alemini, Katolik alemini nima qilishga o'zimiz turib, o'sha guvohchilar bor mamlakatlar Amerika, Fransiya, Gollandiya, Turkiya. Turkiya islom olamida umid kutmayman. Islom olamida musulmon boshqa hech nima yo'q ularda. Mana ular mushuli barkachi. Nima bir haqiqatan uni kerak bizga. Endi Hristiyan olaminiki bizga siyosiy, moddiy hamma taraf yordam kerak bizga. Ular normal bir proyekt, ya'ni normal bir material hamma plan ko'zlab olib qilsangiz, ular siyosiy tarafdanmi, moddiy tarafdanmi qo'yadiganligi aniq. Bizga hozir bir tal cho'kib, bir tal cho'kani ularni foydalanishimiz kerak. Bir tal qalamda bizga hozir yordamga ehtiyojmiz hozir biz. Qo'limiz bog'lanib, biz butun iqtisoddan nima uchun ayrılib Xitoy bilamiz 2016-yildan boshlab. Vataniga milliard pullarimiz batdi. Kerak bo'lsa mashina ishlab qo'ysin desak, Allah buni hammasi ochiq qoladi chatalgan. Trillion pul ketdi. Shuning uchun birinchi iqtisoddan bizni bo'g'ib iqtisoddan bo'g'ib shirkat rahbarlari, tashkilot rahbarlari, tashkilotlarmi hammasi bosh iqtisod bog'lanish boshqa mana bog'liqlik. Berim bog'liqlik, butun bog'liqlik, zumradkan bog'liqlik, mana bog'liqlik. 10 million shaxsimiz bu telefon talash bo'ldi. Mana telefonim hozir ana ishlayapti. iPhone'im satdim hozir nima qiladi. Men bir kompyuter bir nima ish kerak. Alloh xolisa uni olamiz. Hozir masalan flashet so'rashyapman, flashetimni nima qildim, sirim kichkilab qolib ekanman. Shuningga biz mumkin deguncha endi shu axborot ishlarimizni nima to'xtatmasligimiz kerak. Hozir endi bevosita ko'rish mumkin bo'lmagan ekan. Shu videolarda Gmail orqali bo'lsa, shu tilni pishiqlash mamlakatimizdagi. Hozir qanday aloqalar chiqsa, biz yana o'xshash davarimiz qilib ketalaymiz biz. Ya qilganni bildigan insonlarimiz yana jiqkan. Nurg'unlari menga shundoq gaplarni, shundoq shaxsiy uchurlarni yozdi Uyg'ur qarindoshlarim menga. Zumratada ba'zanlar Zumrat qanday ahvolingiz, sizning tushgan videolaringizni bek yaxshi ko'ramiz, bek ajoyib esil videolarni tushirib isbot qilyapsiz. Sizga shundoq shu vaqt chiqarib, shundoq qaysi bo'ladi, qaysi bo'lmaydi, Xitoyning qaysi gaplarini tutib bilish, ish qilib, to'g'ri shu demisimi? Shundoq yaxshi bo'lgan videolarni chiqarib isbot qilyapsiz. Sizga qanday qiyinchilik kerak, nima qiyinchiligingiz bormi, sizga degandek ahvol so'rab turganlar bor. Lekin bunda gaplarni bir qatim bir tashkilotlarimiz dapaqsi bo'ladi mushta gaplarni. Sen nima ish qilyapsan? Hech bo'lmasa bir telefon bo'lsin apram doqsan aya. O'g'il mayli, u umidim yo'q uningdan. Lekin uning vaqtida bizni ko'radigan vaqti yo'q. Hozir bizning vazifamizni ado qilib bo'ldik, lekin bizdan foydalansa, biz yana foydalanadigan yana yerlar bor. Endi sho'rpishning payzi chiqarib kelgan bizning ishlarimizda bilmayman. Men Amerikadan bali kompyuter operatörimizni rad qilgan. Chunki bizning bu da'vo ishimizda manfaat uchun bo'lgan kim dedi, qandaqlar deydi ekan shu gapni. Qanday odamlar dapir ekan kompyuter operatör degandek gaplarni. Dayno so'hbatidan keyinchi, ya qiliqa, telefonimda yozgan maqolam yo'qib ketdi. Chiqqa yozgan narsam yo'q bo'ldi-da, telefonni qarab turib. Voy, setda bir yozib chiqarsam Facebookka, aka kompyuter qanday qilsam olamma pulni sapira deganda. Amerikada ashta odamlar bormi-ki? Hamda kerak bo'lgan kompyuter operatör telefon. Shuningga ko'p rahmat. Bugun yaxshi suhbat bo'ldi, 2 soat bo'ldi. To'g'ri shu umid qilamiz. O'zbekiston baldiroq sizlarning kunduz endi shundan biz baldiroq dam olaylik. Yana qilgan ishlarimiz bor. Mana yig'inib shu narsaga yig'inchoqlab, ya'ni to'xtatmasdan biz ishlarni qila olamiz demoqchi. Bu Abdurimjonning qisqa gapini olsak, andan keyin oxirlashtirsak. Aytdi, yaxshi. Suhbatlar bundan yana qat'iy shikoyat qilmaymiz deb o'tirib shikoyat aralashib qoldi gaplarimiz aslida shunday yaxshi bir qarindoshlarimiz bilan suhbatga qatnashgan chog'imizda yomon ezil bir avolishib olgan bo'lsak yaxshi bo'ldi. Unda qilolmaydi ekanmiz. Dardimiz bo'lgandan keyin. Ayollar to'g'ri tushdingiz ayollarni. Dardga tushib darman bo'lmagandan keyin shu dardga tushib qoldi deganmiz. Men akalarimni ko'rdim deb bugun dardimni aytib oldim. Rahmat, rahmat. Qasımdek shundoq bir millatimizningki qahramonlari bilan suhbat o'tkaza olganligimizdan shu bir istiranda o'ltirib gap qilganligimizdan men pek suyundim, faxrlanaman qarindoshlarim. Sizlar hozir shu davrning o'zida chet eldagi 100 minglagan, milyonlagan qarindoshlarning orasida Bijanlarning dardman, ojiz,
darmonsiz bir kishilik his qilishinglar mumkin. Albatta boshqa dard kelgan chaqda shunday o'ylaysizlar. Sizlar mush tariximizning burilish nuqtasida rol o'ynayotgan ajoyib muhim shaxslar sizlar. Men hargiz bundaq yuzinglarga o'ltirib bundaq ko'rib turib gap qilgim yo'q. Bundan burun Facebook'larda yomon jiq ushaq bir narsalarni yozib qo'yatdim. Bo'libmi shu Ömerbek Ali'ninki ko'zini iqib to'xtab qolgan bir tomchi yeshivyapti. Men shu resimni ko'rsamda o'zim bardashlik berolmaydim. Qat'iy o'qimaydim, anglamaydim. Shunda ochsam shu resim ko'ringandikilar o'tib ketadi, men bardashlik berolmaydim. Keyin o dardlarga qo'shilib bu mehrgulni sanamiz chiqdi. Onun ko'zini shunda bir tom yosh chiqayir va Zumratxon sanamizning mana shu ko'zini gap qilgandiki, guvohlik bergandiki ko'zini yosh oqdi. Mushu ko'zinglardan oqqan yosh meni yuragimdan sirg'ib o'tib ketdi qarindoshlarim. Endi sizlarga shunchalik media o'qig'im bor, shunchalik doston yozg'im bor. Ama men abiyam deganimdek, suhbatning boshida aytganimdek, men alayda bir isl sifat bir obrazim bo'lmagandan keyin men mushlarni yaxshi deb madiyalab kelsam, meniki yomon qaram buloq juq qilib, bularning obraziga daxl etmişsin degandek o'zim shunday o'ylab, men qat'iy ortiq gap qilmaydim sizlar to'g'rilib. Ama bugun Jasorat qarindoshimizga rahmat. Bu ag'inam oldin qatimda Zumrat xonimni bir suhbatga taklif qilinmadi deb, unda men chiqmay adash desam, ya birga gaplashamiz deganki, vaqtida bo'lmay qolib qoldi. Bugunmi endi dedim men sirtdan turib gaplashib beray, Alloh bilan qaytilolmay adashsam, ya qatnashgan bo'ldi birga gaplashamiz. Endi boshqa qarindoshlar bordi, o vaqt yetmay qolib qoldi. Sen qatnashib birga o'tirish bagindi ma'qul deb chiqdim, ammo yomon faqirlama shunchalik sizlar bilan bir suhbatda bulalığımdan men shunchalik suyunaman. Jasorat ag'inamniki rahmat. Meni shunday yomon ko'rmay sizlar bilan bir sorunda o'ltirib qo'ydi. Rahmat sizlarga. Ishinglarga tilayman qarindoshlarim. Sizlar mushu davrimizdagi Sodir Polvon, G'ani Batur, mushu davrimizdagi Nozigum, Iparxon, Rizvongul o'xshash qahramonlarimiz. O'zinglardan shunday qahramonlar mayli haqlar sizlarni kamsitib tillasimi mayli nima desin o'zinglarning qimmatini shunchalik yuragingizdan suyunglar, o'zinglarni suyunglar. Sizlar davrimizga qimmatli insonlar, chunki sizlar Amerika davlatining pozitsiyasini o'zgartirishga rol o'ynagan qahramonlar sizlar. Sizlarning bergan guvohliklaringlar, sizlar qo'zg'agan harakat minglab qarindoshlarimizni uyg'otib maydonga sakrab chiqib, shu 2020-yilda agar Uyg'urlar uchun bir yaxshi bir natija maydonga keldi desa, bunda sizlar qahramonlarimizniki yo'li intayin bek cho'ng. 2005 Rabia Qodir xonim chatalga chiqqan chog'da bir yolg'iz qahramonniki Uyg'ur roli bilan Uyg'ur masalasi ajoyib bir dunyoga yuzlanganki, bu ishlar oxirlashib, deyib shundoq bir yo'q muddatga qolgan chog'da davriningki muhim bir bosqich kelgan chog'da Alloh taolo sizlarni chiqardi. Abiyam Ömerbek qarindoshimiz aytganiga o'xshash Alloh taolo bizni biz bilan bir ish qiladigan o'xshaydi, o'limni oshirib, shu kuniga yetkazganligidan Allohniki cho'ng bir iltifoti bor. Dedi, albatta biz shunga ishonamiz. Qarindoshlar, sizlarga rahmat charchitib qo'ydik. Yana suhbatlashamiz. Ama bunlar qarindoshlar, agar bir kimlar bo'lmaydigan gap qilib sizlarniki inovatni chiqib desin, parvoyinglar palak bo'lsin. Yaxshilarniki ekrandan chiqib so'zlanglar, yomonlarniki chiqib so'zlanglar, ish qilib. Albatta, kim anglamoqchi bo'lsa biz hech qachon tanqid qilib, mushu bizniki chat eldagi, mushu 60 foiz bo'lib ketgan, mushundoq bir rezil bo'lib ketgan bizning mushu da'vo iqlimlarimizga sizlar iloji bo'lsa yuqoridan turib bular besim ishlatgan, ruhiy besim qiladigan, vijdoniy besim qiladigan bir pozitsiyani sizlar tiklanglar qarindoshlarim. Sizlardan umidimiz zo'r. Rahmat. Rahmat. Baya endi Abdurahimjon qarindoshim yurak so'zlarimizni hammamizga vakillik qilgan yurak so'zlarimizni dedi. Sizlarning hikoyanglarni har qatim anglaganda biz sizlar bilan tang o'tirib ko'z yosh qilamiz, ta'sirlanamiz, ham ichimizdan sizlarga rahmat aytamiz, ham qo'l ko'tarib duo qilamiz. Mushu qarindoshlarimizning Alloh ta'aladan salomat qilsin, qilgan ajrlari uchun Alloh savobini bersin, tegishli savobini. Bundan keyin qanday ishlar bo'lsa, biz qo'limizdan kelishicha yordamda bo'lsak ekan deydigan umidda. Shuning uchun agar biz hamkorlashadigan ishlar bo'lsa, biz qo'limiz ko'ksimizda.
Ondan başqa endi baya Ömer efendim dedi, biz vazifamizni ado qilib boldik dedi. Menimcha unda emas. Vazifalar Ya. tag'in bor oldimizda. Hali chiqishlar bor. Yana sizlarni shu naq maydonga olib borib guvohlik bergizadigan cho'ng so'rovlar bor qarindishim. Shunga oldimizda chiqishlar bor. Mushta ishlar kelganda mayli qanday jihatdan qiynalsanglar, bizmi o'zimizning shu mediasidan foydalanib xalqimizga shu ovozni yetkazish orqali, xalqning kuchi o'zimizning kuchi orqali qo'limizdan kelishicha yordam qilishga tirishimiz. Ondan boshqa Abdurahimjon qarindishim, senmi o'zingni bekda tushiradigan bir gaplarni ortiq qiladigan bo'lib qolding shu kunlarda. Chet elga chiqqanda 20 yildan eshitdi. Uyg'urninki atalmish ziyolisi, mutaxassisi, tafakkuri taraqturuq deganni jiq ko'rdim. Ash pispaslının hammani yig'ib kelsa bir soni tanqimayman rost gap qilsam. Chunki bu hayotda bir rost gap qolgan, o'g'loldek yashagan bir bilim egisi, haqiqiy bilim egisi. 104 kilo anglikni surkulib, ko'zoynakni taqib, men mutaxassis, men yo'l ko'rsatman millatga deb turib, xalqni aldab saxtipazar xonimdek ekranga chiqadiganlar tirnoqchilik qimmat yo'q men uchun. Ammo bizda hozir qanday shunday yaramasa holatimizga to'g'ri baho bera oladigan, hech yasalmalik qilmay turib aynan so'zlaydigan bilim egalari, haqiqiy bilim egalari. Mana bu mushtaqlarning vakili Abdurahimjon. Shunga bu og'inamni men chin ko'nglimda yaxshi ko'raman, cheksiz hurmatlayman. Bu odamni hurmatlaydigan odamni qumdek o'tlaydigan narsa bilmayman. Herhalde qanday bo'lsin qarindoshlarim, bugun ko'ngildagi gaplarni bir aqirda olgan bo'ldik. Albatta bu hammasi emas. So'zlasak, ertagacha tamatqisi tugamaydi gaplarimiz. İnşallah aldığımız günlerde bu fırsat çıkarıp silahımıza ardığınlar çıkıp kalganda yana kelip muşundaq çıraylık şekilde bir muğduşarımız qarindoshlarim. Ahırda deydiğinim Xitoyninki vabasıdan xoli turayli hammamiz. Allah hammamizning tanlarini salomat turmushni xotirjam qilsin. Ham sizlarniki bugun 2 soat ortiq vaqt chiqarib bu programmaga qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Xayr, Allohga omonat. Allohga omonat. Xo'sh bo'ling. Tirikchilikda yaltirib qoldi ketgan yo'lingga ata onang telmirib ko'zlariga yosh ilib suyguning tanho qoldi qo'llarini shinitib o'g'il qizing muqoldi Xudayimga amanat deb qadamni boshlag'in oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in bu yo'llar uzun yo'llar bu yo'lda o'lim to'la atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida ketdi yumilib ko'zlar olamdan bo'ldi juda shum ajal ilib ketdi dillarni vayron etdi kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi Ah jafokash musofir birni ishga etalmay ne pishirding tantirak texi uyga yetolmay duo qilib so'rayli Allohdan omonlikni yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonlikni Xudayimga amanat
qadamni boshlig'im oldindagi siri bor yo'lga nazar tashlag'im bu yo'llar uzun yo'llar bu yo'lda o'lim to'lar atam qachon kelurda kuchlar sabiy bolalar naming ulug' hey Allah dua qilib so'rayman yo'ldagi musofirni amanlig'in tilayman amin